Assalamu alaykum, hörmətli görürmənlər. Akademiya Söhbəti proqramına xoş gəldinlər. Mən Məğfirət Kamal. Bugün qimmatli mehmanımni tanıştırışdan burun sizlər bilan bir uçurni ortaqlaşqım gəldi. Biz ötən il 2020-ci il 7-ci ayda Akademiya Söhbəti proqramını başlagandıq. Bugün mana 1 il oldu. 1 ildən yaxın biz 34 proqramni sizlərin huzurunuzda sunduq. Bu proqram Uyğur mədəniyyəti, Uyğur mədəniyyətinin aid qədimi bir mədəniyyət ikənligini sizlərə tanışdırış. Onundan ki, muş mədəniyyət sahəsində və Uyğur məsələsi haqqında işləyən ziyalılarımızı tanışdırışdı. Bugünkücə muş işini qıb gəldik. Xudayım buyursa bunundan keyin mu yana yaxşı proqramlar bilə, yaxşı temalar bilə huzurunuzda oluşq tirişimiz. Bugünkü qimmatli mehmanım hamımızga ilham berib atqan Uyğur məsələsi haqqında keç gündüz demək tirişib işləvatqan, xalqaralıq səhnədə Uyğurlarınki dərdini anlatıvatqan fəxirlik Uyğur evladı advokat Nuri Türkel efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Rahmet sizge. Sizin ait aldıraş. Bugün vakit çıkarıp bu program katnaşqanlığınız için ben alaydı rahmet edeyim sizge. Siz Nurgun Uyğurның məsələsini bolubmu xalqaralıq sahədə nəhayət yuqori səviyyədə bütün dünyadakı xalqlarga Amerika, cümlədən Amerika bilan birlə nəhayət çox işlərni qıldınız. Onundan keyin Dini İşlər Komitetininki muavin reisi olub saylandınız. Nurgun mükafatlarını aldınız. Maqalalarını yazıvatsınız bir tərəfdən. Həm özünüzün nəhayət məsuliyyəti ağır vəzifəniz var, həm toxtamasdan Uyğur üçün işləvatsınız. Siz həm xalqaralıq çox səhnələrdə özünüzdənki həyatınızı və qıvatqa işlərinizi tanışdırıb gəldiniz. Köpüncə İngilizcə tanışdırdınız bunu. Yəni bizdən xalqımız sizinə yaxından özünüzün ağzıdan Uyğur dilində həyatınızı yəni bilgisi var deyə oylayıram. Şunun üçün siz özünüzü qısqaca tanışdırğan bolsanız. Mərhəmət. Rəhmət. Məğfirət xanım, sizin bu proqramda uğurlaşdığınız üçün köp rəhmət. Uyğur Akademiyasındakı dostlarıma Washington'dan salam. Mən vətənimizin Qaşqay şəhərində doğulğan. Qaşqayda orta məktəb toluq ortunu bitirgəndən keyin Şikirgə berib Xitayның Şənşi өлkəsində ali məktəbni oxugan. Ali məktəb oxub bolğandan keyin Beyjingdə bir il işləb 95-ci il 8-ci ayda Amerikaga oxuşqa kelgan. Kelib bu yerdə başda til öyrəniş, ondan keyin ikkinchi bakalavrilik o'qish bilan mashg'ul bo'ldim. 2001 yili Washington ko'chib kelib, Amerika universitetida tashqi ishlar magistrlik va qonun doktorlik kasbiga qo'sh unvonda o'qiydigan kasbga qabul qilindim. 4,5 yil o'qish bilan mashg'ul bo'ldim. 2005 yil 8 ayda ikkili o'qish vazifamni tamomlab, shundan e'tiboran hozirgacha Washingtonda advokat bo'lib ishladim. Shu meniki Amerikadagi ma'rif tarbiyalim bu tashqi ishlar magistrlik, undan keyin xalqaro qonun bo'yicha doktorlik. İşte ikki unvon bilan xizmat o'silib ishlab kelyapman. Endi maktab bitirgandan keyin men asosan advokatlar firmalarida xizmat ishlab kelayotgan. Undan boshqa shu tashqi siyosat o'zim ham qiziqadigan ham o'qigan kasbimning biri shu bo'lgani uchun 2005 yildan boshlab shu gez jurnallarda biz APET deymiz, Uyg'urcha obzor deydi. Şu e'lon qilib fikrlarni tanishtirib, ashundaq yeziqchilik bilan shug'ullandim. Hozirgacha kongresslarda, Amerikaning Milliy Majlisida guvohlik berishdi bo'lsin, yozgan obzorlarda bo'lsin. Ondan boshqa bu Uyg'ur tilida bo'lmagan matbuotlarda asosan shu Uyg'ur Sharq Turkiston masalasiga dünya jamoatchiligi qanday muomala qilish, nima uchun muhim? Bu bir odatdagi inson haqi masalasimi yoki boshqa sabablar
başqa cəhətlərdən ehtiyacı və əhəmiyyəti var işmi degan məsələlər doğrusunda shundaqki yazış və sözləş, görüşüş şərtləri buldum. Endi bu jarayonda endi hamma narsa bu Uyg'urlarning ichida tashqi dunyo bilan aloqa qiladigan yig'inlar yig'inlar boradigan maqol yozganlar oz emas, lekin mening markazlashgan audience deymiz, my targeted audience, nishon qilgan audience ko'pincha vaqtida shu siyosat tuzadigan insonlar. Yani shular o'qiydigan yerlarda, shular anglaydigan yerlarda, shular o'tirgan yerlarda shu suhbatni shu izchil elib berib kelyapman. Bundan diliqi elit desa biraz salbiy ma'nosi chiqib qoladi. Shu fikr sahipleri, aql sahipleri ve karar çıkıran yerdeki insanlar bilan bu şu Uygur meselesi deb turayli azizce. Sözleşip şundaq fikir almashtirib kelyapmiz. Shunga mening ba'zi vaqtida inglizcha degan so'zlarimni Uyg'urcha bevosita tarjim qilsa, Uyg'urcha qaymoq qoldigan, ma'no chiqib qolgan sabab shu. Chunki bu yerda madaniyat masalasi bor, ang masalasi bor. Ondan keyin ba'zi siyosatda biz kinoyi so'zni ishlatamiz, diplomatiya. Uni cynicism deydi inglizchada. Aniq demək, əgit gap qilish kerak. Nuance deymiz, bu gap söz ishlatgan chog'da anglab bo'lib ketib bo'lgandan keyin to'xtamay o'ylaydigan so'zlarni ishlatish kerak. Anglab ketgandan keyin o so'zning ahamiyati bo'lmaydi. Shunga nima ish qilyapsa desa, falon ish qilyapman deb degidek bir men uni toza yaxshi ko'rmayman. Nima ish qilding, ani qilding degan narsa toza nima emas, hamda o'rtada haq o'zi ko'ra oladigan bo'lgan ekan, yig'ib aytgan chog'da shu Uyg'urlarning hayotiga ta'sir ko'rsatadigan insonlarga buning nimaligini tushuntirish menimcha hem unumli bir bo'lyapti, hem shu davom qilayotgan bir xizmatlardan biri. Men bu nimadan maktab bitirib hozirga qadar hamda siz advokatchilik nima ish qildingiz deb so'rab qolishingiz mumkin. Bu qonun fanlari bo'yicha doktor olgandan keyin advokat bo'lmaydi. Kechiring Nuriye efendim, sizin avazınız biraz töven degan inkas geldi. Avazınızı sal çıkaramsız. Sizden belki bu qonun fanlari bo'yicha doktorlik olgandan keyin nima ish qildingiz, qanday bo'ldi degan savol kelgan bo'lishi mumkin. Ama endi yana bir kasb, parallel kasbim to'g'ri so'zlashdik. Bu Amerikada qonun fanlari bo'yicha advokatlık yoluga menish uchun eng başta 4 yil oliy maktabni o'qish kerak. Oliy maktabni o'qib bo'lgandan keyin, undan keyin imtihon berib, imtihon o'tgandan keyin buni o'tish cheklamasi yo'q, ama nomer qancha yuqori bo'lsa yaxshi. Qonun fakultetiga o'qish qabul qilinasiz. O'qish qabul qilingandan keyin u yerdan 3 yil odatda bu Amerikada 3 turlik doktorlik kasb bo'ldi. MD deymiz, medical meditsinaning, PhD deymiz, bu o'rtaq injenerlik va science, fan texnik jihatda. Tabii ben ijtimoiy fanlar. Sizninkidek. Şu mu anadakin advokatlarnikini JD deydi. Doktorluk. Onun ayrım. Bizden 3 yıl derslam okup onadakin advokatlık imtihan berip xizmat çıktığı iş var. Yani mesela 3 yıl okup bo'lgandan keyin tadqiqot qilib maqol yoz. Bizda unda maqol yozgan ish yo'q. Shunga endi eng qisqa shu doktorlik unvoni ichida advokatlarning doktorlik o'qish muddati 3 yil bo'ladi. Meditsinaning 4 yil, sizlarninki PhDning 5 yil. Şu 3 yil o'qib bo'lgandan keyin endi sizda JD olasiz. Ondan keyin nimada o'tgandan keyin biz bar exam deymiz, bu advokatlik imtihonidan. Her shtatning o'zining ayrim imtihoni bo'ldi. Bu bar examda o'tgandan keyin, ondan keyin endi sizning ismingizni rasmiy advokat deydi. Onun oldida advokat bo'lishning oldida, pravo berishning oldida shu qonun fanlari bo'yicha doktorlik unvoni bor deb ataydi. Shunga maktab bitirsa emas. Maktab bitirgandan keyin agar u nima o'tmasangiz, talat o'zingizni advokat deysangiz qonunsizlik qildi. Bu advokatlar doktorga insonlar hayotini, mol dunyosini qo'g'dashga, o'zining badanini
Amanet kılganlık. amanet kılgan boğaçka siz çoğum lisans oluşunuz gerek onunla. Şoňa aşda naýat mürekkep işler şoňa mektep bütürüş bir bütügenden kin şu advokatlyga kegeç orlukda ýani bir mezgil wagt gitdi. Endi şu onundan kin advokatlaryň işidimi okugan hemme näse okup bulaplam hemmedem şu birla türdeki advokatlyk kılgaş ýok. Onuň her türlük nimesi bar. Meniň indi ok mektep bütügenden kin kıwatkan advokatçylygym asasiýetdim şu rekabet kanuny onundan kin şu biz bribery diýmiz. Çirik ticari dünýäsindäki çiriklik, parahorlukny tazlaýan tedbir gollanýan. Ançymyç köçme işlerim kıldım. Lekin asasiýetden şu anti-trust, anti-bribery. Muş işki jihetde meniki Mutaxassis boldunuz. Aşnalda 18 ýyldan beri şunu kılatym. Naýtylky hem mesela Türkiýeden biraz perhlikge, biraz Çin, Amerikada bu kanun sahasy şundakka, hem unwan elişme asan emeske. Şunun üçin belki siz hazır Amerikada naýdy muhim bir ýerde Amerika Halkara Dini Erkinlik Komitetining muavin reisi bolaldyňyzmy şundak gatlyk nimetin ötkeşke terbiyelerden ötkeşke bilim sahasida şundak bilimlik boğaşka. Onun dikin Uygur Kişilik Hukuk Projektininki başka şeýit mesulü bopmu işläwatsyz. Ve şunun üçin belki Time'da jurnaly, Devir jurnaly tarapyndan 100 şahsynyň biri dep bahalandyňyz. Onun dikin Baýlyk jurnalynyňki 2021-nji ýyllyk dünýädäki täsir güçlük 10 rehber tizimlikigime kirgizildiňiz. Onun dikin halgaralyk Notre Dame dini erkinlik mukapatyna erişdiňiz. Bularning hemsi özüňiziň tyrışçalygyňyz bilen hakikaten şununğa köňül garap emas elbetde Amerikada muşny hak etdi dep goýdum ama türkler şu ýerge laýyk bolganlygyňyz üçin şundak şan şereplerini kol keldireldiniz. Bularning hemsi asan emas ve bu naýt pähirlik iş biz Uygurlar üçin naýt jukary ýerde Amerika okşaş dünýäninki hazır birinji en başlamçı boğatkan bir döwletde bundak ýerlere egi boluş hakikaten asan emas ama siz dep ötüp ketdiňiz. Kandak işlerini kılıp kaysı sahalerde birli sahada emas ýani koşumçy sahalerde mutahassisleşkenden keyin onunki muşundak işençisiga erişdiňiz ve muşundak çoň hizmetler sizge amanet kılıp berildi. Ve bu fürsatni elbette siz halkymyz üçin işletýärsiz. Hakkaniýetni gogdaş, hakkaniýet meselesine hayatyny ataşynyň özü hemde dünýäde naýt ýaxşy wижданlyk bir adam bolup ýaşaşynyň şerti dep garaýma. Bu hakda hem özüňiziň milletiňiz üçin, özüňiziň wetiniňiz üçin, onundan keyin siz yaşawatkan hazırkı döwletninki kanun işleri üçinmi nurgun häs goşup yaşawatsyz ve bunun üçün pähirlenimiz size. Rahmet. Rahmet samimi sözleriňiz üçin. Siz hemde Uygurlarny Amerikada tonutuşga kandak karar berdiňiz? Nemişlerini kıldyňyz? Siz bu sahada özüňizni ýaxşy ýetişdirgenden keyin Amerikada hazır Uygurlarnyňki beşigine aýt çoň zulüm keldi. Muşu tonuşuşny kandak başladyňyz we nimelerini kıldyňyz? Endi meniň hayatımda ilki compartmentalize okşumaydygan ilki dairede yaşap ketdim. Bäzim şu dostlarym sen kanday ýetişse kanda manage kıwatsy dep soraýdy. Endi mundaq bölüp gelsek hem 90 şu endi Uygur meselesi hemmemiz Uygur kiçikimizden togulga wagtymyz kenimiz şu weziyetni, şu zulümni körüp çoň bolgan. Her qandaq bir özüni Uygur diýdigan insanyňki ağzy ifadelenmesimi jürkide, kalbide Uygurlarny söýdi, Uygurlarnyň geleceği endişe kıldy dep düşünýär. Bizim ama o siyasaýat Amerikaga men keke wagtda Uygurlar bek azdy. Bir şu wagtda kegen çagda bir Uygurnyň öýüge jygylyp oturup toy tökün kılıp etdi azlyk edin. Şunda az edem bir 50-60 edem barken men kelsem. Hazır hemde bizden bilişimizce 8 000 10 000 ýakyn edem bar dep Uygur bar dep bilýärmiz. Aşynda
ölçem. Hem de şu aralıkta 97 yılı sizin xəbəriniz var. Benim dadamның jütü Gulcu'da naytı bir rəhimsiz bir əhval görüldü. Çoğun bir qırğınçılıq. Yaş ösmürlərimizə. Endi şu vaxtda mən endi mənə ən təsir qılğan vaxt deb oylayman. Endi özümü yaşadığım vaxtda ondan keyin mən ox bolab ketib əşədi vətəndə xidmət qılman degan bir ideyadan 2 yil oxugan şu vaxtda. Bütün ölçtü şunu olan. Endi o vaxtda şu qolu şu soğuk Gulcu'dan görüp bakkan yaşap bakkadan bildi. 2. ay degan nəhayət soğuk olgan vaxt. O mənə şunda ağır təsir qıldı. Şundan keyin anadan keyin bu işlər bundaq emaskan degan bir düşünüş, həmədən də bir uyğunuş buldu. Bir nəsə inkasda özgürlük oldu, düşünüş özgürlük oldu. Məncə şu dəstləb qədəmki buruluş şu boldu deb oylayıram. Endi o aralıqda onda hazırqıda kündə xəbərlərini azsa Uygurlarning ahvoli so'zlashadigan yoki bo'lmasunda xalqarada nihoyat qizg'in temizlisi so'zlashadigan ahvol yo'qdi. Biz o'zaro shu Uygurlarla so'zlashyaptik. Bu yerda palonchi bu yerda debdi ko'ribdik deb degandek bir-birlarimizdan emalladik, evat degan. Ondan keyin maktab ayama rasmiy o'qish hayotim 2001-yil 8-oyda boshlandi. Taxminan 2 haftadan keyin deyman, bu 11-sentabr voqeasi bo'ldi. İnten bir səbəqəsi bolğandan ki, şu vaxt mən dərsxanada idim. Şu Angliyanın konu, şu toxtam qanunu oxuyatqan. Esimdən faqat çıxmaydı. Düşünəmə otağa vaxtımızda. Hem de şu bəlkə oxşmaydigan bir ingilis tildə dərs anlayatqan vaxtda. Azıq mən ingiliscə oxşmaydigan bir tildə ingiliscə anlayatqan. Qədimki ingilis tildə. Şunda qiyinlib degansə otasaq o televizorlarda işte görülüb, sinifning nimələrini düşürüb işte qıldı. Hatta bazı ata-analar New York'da işləydigan oxucu qızlar, yigitlər çiqrab jiqzar degandek. Şu vaxtda ham abla bizga chataq olmalı degan bir tush kelgan, nima kelgan bir his tuyg'u. Chunki bu yerda chataq oldi degandimi, bu musulmonlarni ko'z tutgan vaqtida. Bu g'arb dunyosi qandaq bir inkas qaytaradi. Tabii bundaq bir hujum bo'lib baxmaganda shu Pearl Harbor 2. Dünya urushidan tortib bugun qadar. Ondan keyin sizning xabaringizda qolgan misli tarix uzun o'tmaylam, 2 hafta qolmaylam, Xitoy hokimiyati o'zini terrorist qurboni deb e'lon qildi. Shu fursatdan. Ondan keyin qolgan vaziyat hammamizga ayon. Endi şu vaqtlarda hamda shu Uyg'urlar butun millat bahani hech qanday sababsiz terrorist qalpiqini kiygandan keyin özünün xuduksiydi degan bir so'z bor. Ashta atrofida haqlaning deyotgan degandek. Hatta bizning ba'zi Uyg'ur siyosat faoliyatchilarimiz maqta tashkilotchi emasdim, tashkilotchilik sepiga qo'shilmagan vaqtimizda bor. O'zligidan chiqib biz unda terrorist emas deb o'zini aqlab qo'yatgan maqollarni yozib, xatlarni yozib, ashta bir g'uduqqan ahvol shakllanib qoldi. Shu aralıqda men bir Bostonga bir yig'inga şu demokratiya to'g'risida ichilgan bir yig'inga berib, shu yerda shu hozirgi shu Uyg'ur kishilik huquq projektining nimasi hukumat ishlari direktori Luisa xonim vaqt anida ishlab beradi o'tadiq. Shu vaqtda men shu Luisaga bu so'zlashib 2003-yildagi gap. Buni qanday qilish kerak deb shu vaqtda men shu hozirgi Uyg'ur inson huquqlari projektini qurish ideyasi shakllangan. Ondan keyin projektni yozib, sizning xabaringiz bor, 2004-yil 5-oyda hozirgi bugungi projekt rasmiy qurilib, shu Aqsaroyning qishda bir kichik ishxonadan birini oldik. Endi boshlanib, hozirgi shu 80 dan ortiq report chiqargan, hukumatlar uchur ehtiyoji bo'lgan chog'da izlaydigan, chiqarilgan reportlarni hukumatning dokladlariga ishlatilgan Müştaq bir kesbləşkən bir orqanğa aylandı. 2003-cü ilin tartib bazı. Şu an da UHRP deyimiz, hem de söhbət UHRP deyib duraylı, uzun ismini qısqartıb. Şu an da şu mənim siyasi həyatım rəsmimdir şu UHRP-ni quruşdan başlanğan. Özüm şu vaxtda gerçi maliyyə iqtisad asası batusumu az miqdarda maliyyə yardım erişkən, lakin bundan mən özüm maaş iliş fürsətim batdı.
Unda qılmay başqa birisine xizmat qilib, meni advokatlık hayatım bolğandan keyin, men bugun qadar advokatlıqni tashlab boqmadim. Masalan, maktab bitirgan hozirgacha. Gerçi hozir hukumat amaldori bo'lsam, yana advokatlik qilyapman. Yan tarafda parallel. Shu ashundaq shu vaqtidan tortib mana hozirgacha endi ba'zi insonlar UHRP'dan maaş oladi. Men bir tiyin maaş olmadim bugun qadar. Başqalar bütün stajlik xizmat çok baxmadım yani. Xizmatchi maaş oladi. Faqat yetakchilik, bunda rahbarlik xizmat ishlab kelyapman. Shu vaqtida ham shunday yomon qiyinchilik ahvolda, lekin endi hozir endi Ömer Qanat hammanglar bilasizlar. Ondan keyin men baş direktor oldum. Ondan keyin Alim Seytov bo'ldi. Ondan keyin Alim Seytov radio müdiri bo'lib ketgandan keyin Ömer Qanat keldi. Shundaq bir mukammal bir ilmiy tadqiqot, ba'zi amerikaliklar chaqchaq qilib think tank mi deb qo'ydi UHRP'ni. Chunki nihoyatda qobiliyatli insonlar, doktorlar, masalan, Nazokat xonimni Uyg'urlar bek yaxshi taniydi. Ellie Sanderson, ikki doktorasi. Ondan keyin bizning yana bir tadqiqotchimiz var, Henry. U Havoyda doktor o'qiyotdi, bitiray deb qoldi. Shunday yomon yetishgan insonlar ishlatgan hamda uzun bir benim ah günü çıkıp gitti. Hakikaten şu resmi başlanğan desanız hem şu 2003'ündeki Uygur Amerika Birleşmesi'ne reis olup saylandım bir yıldan keyin. Yani 2006 yılda endi men şu teşkilatçılık hayatımdan beni başkalarga ötküzüp berip endi full time advokat işlep neyim kıldım. Endi o aralıkta yana bomba yana 100 lira %100 dikkatli merkezleş fırsat toptum. Bu aralıkta bu Guantanamo'dan iş çıktı. 6-7 kıtım üyege bağım oldum. Makalalarını yazdım. Kongreste guvalık verip hükümetle alakalı ballarını yerleştirişmesiz. Onlarlık günah emez. Yerleştirişmesiz için şunda çıkıyor vakısı. Onun da ki hem de yana bu işlerimde seldir ettiğim işte potasa haberiniz var. 5. yıl vakası oldu. Onun da ki o da jügüştürdü Xitaylar botlukının işçi silip jügüştürüp aldaydıganlarını aldap uydurup Uygurlarını ayacan silip yaxşı maşin yaxşı uyda oturduğan dükkan kurup soda qılıp ayacan silip koyup 2013 yılı başlap bugünkü zulmetlik dünyaga uz silindi. Yani muşunda qılıqı men bazı ecnebilerle bo'lgan söhbetde aşı 2009 yılının aldığı hayatga qaytib ketken oğlum bolsun qaytib ketetdim desem bu qanday gap deb so'raydi. O vaqtida endi bir manda ochiq aşkar qirg'inchilik bo'lmaganda endi u Uyg'urlarda hech qachon tükkan emas. Uyg'urlarning bu dehumanization insanlarda muamelaga uchirmaydigan ahvol boshlangan endi 49 yil boshlangan desam xatolaşmaydi insonlar. Undan milliy qirg'inchilik, insoniyat qarshi jinoyat degan hozir 2021 yil atalgan bilan bo'layotgan bir ishlar edi u. Lekin hozirgidek manda ochiq aşkara siz o'ylab baqsangiz onda hozir shu ig'irligini bildim desam, masalan 1 million deydi-ku shu ecnebi nimalarda. Endi uni demang deb to'xtatdingiz, unda quruq gap endi 1 million degan. Bu Washington Amerikaning poytaxtida 750 ming odam yashaydi. Shaharning ichidagi nopust. Ana shu bölgede 10 milyon adam yaşaydı. Shaharning ichida hozir shu bolalarning Uyghur farzandlarining tutilgan soni 800 ming deyilyapti. 900 ming deyilyapti. Şuna mayliqi burunqisi unda emas deganda burunqi xalqning bolasini yutib apirib bu nimaga hukumatning ming juydigan yerga solib ahvol yo'q. Solib olgan emas. O ma'rifchilar kitap yazdan, professorlar leksiya so'zdan deb apirib, unda televizorga chiqib o'zini tövbe qildirib, bir-birlarini chaqirgan ish yo'qdi. Hozir shu nimada bu yerda bir inimiz bor, bizlar amanglar bilsizlar, Bahram Sintash, radioda ishlaydi. 70 necha yoshlik dadasini kirib solib oldi. O adam nima gunohi nima? Tahrir. Qayaning tahrir hukumatning Şinjan Medeniyeti jurnalidagi tahriri. Şu andaki bu endi hozirgi shu vaziyatga kelganimi biz ma hukumatdagi nimalarda Xitoylar bilan bo'lgan nimalarda inkosimiz ishda qoldi. Yo biz bu siyosatimiz biz bunda qattiqlashtirmadik. Sen buni ekilib shunda qattiq inkos qaytamiz Umaliyaga sana kelding deb javob beramiz Xitoyga mesela. Bu bütün narsani yaratgan Xitoy, Uyg'ur emas. Evet.
Şu hamdilik siyasi hayatım ayak ötüp ketip kaldı. Aşındaqılık men hemmini kördüm hesapta. Yani hemmini kördüm deginim, özüm tuğluğa ayırımım şu re-education qayta terbiyeleş merkezinde. Yani apam şu qayta terbiyeleş merkezinde tuqqan. Dadam emgek lagerda apam qayta terbiyeleş mezgilde. Endi azır çökülep kelip 2021 yılda yana şuna okşaş gepni qatımız. Uygurların hayatı bek facialik. Bek facialik. Hakikaten siz degende hazır emdi nait oçuk aşkara nait vahşice fakat Uygur boğallığımız üçünla yok boluş gerek bu millet dep qarawatydy emdi. O şu zeminninki egisi, o zemin bizden boluşumuz gerek, bular yok boluş gerek dawatydy degeniniz toğra. Hazır emdi bu zulümninki dünyada emdi bir nemesi misal yok deymen go bu Uygur'un beşiği kelgen bek eçinçlik emdi. Ballarımızı, yaş ballarımızı, kiçik ballarımızı ekirip ketip bunu emdi dep gelsek bek eçinçlik. Şu şikin dünya uruştun tat bugün kadar hiç çıkkanda devlet, hiç çıkkanda hakimiyet şu bütün dünya cemaatçılığı şikin dünya uruştun keyin bugün kadar manda millet ve dinni bana akıl bir monç adamne zulmet tutkan ahval yok. Yok. Bunçacık adamne ya oylap bakın bu dünyada hazır mesela tarih bildiği adamlar bildi bu ne? Muşlarning hazır bu atkan iş şu Nazi'ninki kılmışlardan ötük etti. Mesela şu hazır ocak sambı dep düşünüp dursak mı? Aşın bütün Uygur dünyası. O hazır biz köpünç vaqtda kampernilikə lagerə solab qoğan insanların gipini qılmız. O teşkilatın hayat texmi facialik. Texmi facialik. Ulamı türmede oçuk türme hazır. Ötkende Amerika hökumətinin yıllık xalqara dini erkinlik reportun çıqağanda Sekreter Blinken yana başqadan şu genocide'ni başqadan yana formal ciddi şekilde ilan qılıb bolğandan keyin şu dini işler mesul diplomat Xitay hakimiyeti Uygurlarga üstoçuk dünyani üstoçuk turmuni şekillendirdi. Biz başqalarını muntuqamasligimiz gerek degende dedim ben şuna oxşaşılık bu Uygurlarla emasmi Uygur bolmagan şahslarmı bunu asasda his qılıp bir yada azlık kamp dep köpünç vaqtida şu nimene sözleşimiz merkez qılıdı. 1 milyon dep. Bundan qışda kanunsuz emgek lagerleri var, resmi turmaları var. Zaten bu kamplar kuruluşunu aldılar. Bu Şarkı Türkistan'da Xitaylar şu Aydurum'un atrafında bu turma kiçik şehrini yasap bolğan. Ürümçideki Diopo aeroportunun yenidiler. Bu dilanın turma sistemi mi? Xitay'nınki şu turma sistemlerinin içindeki en vahşisi şu en iğir cinayetçilerini siz bilirsiniz. Burundan şu Şinjan'a bağlaydı bular. Ondan keyin bu nime turmusu var? Ballarının turmusunu sözleştik ana abaya. Ondan keyin su turmusu degemi fakat aşı bizim vatandıl bağı deyme. Ondan keyin bu müştaqa bir sözünü qoşup qo'yasizmi şu Xitaylarning hozir müşta mass internment isim var, müşta kollektiv tutuşu özününki jinoiy ishlar qonuniga uygun kelmaydi. Özününki şu terrorizm qonuniga uygun kelmaydi. Onun da mı? Qonunga qo'ygan bir davlat emas ki. Keşke şu arada in accordance with the law deb so'zlaydi bular. Lekin özününki terrorizmni biz uchun quvvatimiz deb nima qiladi shu arda olaydi. Lekin shu bo'lgan shu arig'imi o'zining qilayotgan qilmishlar uymaydi demoqchiman. Özü en çok aldı kepilsiz. Şu ya to'g'ri shunday bir dardlashdik azroq. Endi Amerika dunyoda qonun jihatdan eng kuchli davlatlarning biri, xalqaro obro'yini yuqori. Siz endi qonunni yaxshi biladigan bir shaxs. Xitoyga qonun jihatdan bir ambargo yurgizish niyati bormi Amerikaning? Shunday bir imkoniyat bormi? Bir tekrar so'ragan bo'lsangiz savolingizni nima qilolmay qoldim. Tushunolmay qoldim. Qonun dunyoninki shu qonun jihatdan deyman, siz xalqaro qonun yaxshi tushunasiz, bilasiz. Xitoyga xalqaro qonunlar bo'yicha bir
embargo yürgüzüş yani yoki Xitoyni bir nimaga qistash mumkinmi? Amerika Xalq boshchiligida. bu qonuniy jihatdan mundaq bir necha yo'llar bilan hozirgi shu davom qilayotgan genosidga tadbir qo'llanish, to'xtatish va shuniki shu arxitektlarni javobgarlik tortish mumkin. Bu yerda genocide degan bu hukm aslida recognition, e'tirof qilish, hozirgi shu deyilayotgan narsa. U siyosat emas. U qonuniy tadbir emas. Biz buni policy response deymiz inglizchada. Bir narsa ko'rgandan keyin nima qilish, inkos qaytarish, inkos ham deysa, siyosiy inkos. Lekin bu tadbir emas. Mana shunga ko'rurmanlar bizning shu Uyg'ur faoliyatchilar toza tushunaylik emas shu masalada. 2021-yili 1-ayning 20-kuni shu sobiq tashqi ishlar ministri Pompeo e'lon qilgan vaqtida uni men shuni tonidim, shunday ko'rdim deb e'lon qilgan. Endi buni e'lon qilgandan keyin Amerikaning davlat ichidagi qonun tuzilma, qonun sistemasi bo'yicha, xalqaro qonun sistemi bo'yicha buning tadbir qo'llanishi kerak. Buni accountability deymiz, justice and accountability, adolat va javobgarlik mas'uliyati. Endi buni qanday amalga oshirsiz, men buni ko'pincha uzun suhbatlarda inglizcha shu qonuniy tadbir to'g'risida buni anlatibmi kelyapman, so'zlabmi kelyapman. Lekin endi bu yerda hozir icra qilish masalasi qonuniy jihatdan bir qiyin bir masala. Buning bunday sababi bor. Birinchidan bu hozir mavjud xalqaro qonun sud, jinoiy ishlar qonuni bo'yicha, qonun sud mahkamasi bo'yicha hal qilish uchun buningga Xitoy inkor jurisdiction deymiz, bunda qonun doirasida cheklimga uchraydigan ish. Endi davlat ichida bu Xitoy hokimiyatining adamlarini javob tortish uchun bu shaxs bu yerda bo'lishi kerak. Lekin elchixonaga borib, elchixona sudga tortqizilmaydi. Endi hozirgi bu bo'layotgan yaxshi bir yo'linish, men bu juma kuni e'lon qilganlik tashqi ishlar jurnalidagi tashqi munosabat jurnalda e'lon qilgan maqolamni to'g'ri alohida to'xtaldim. Bu yerdagi narsa shu ticari manfaatini markaz qilish. Masalan, siz hukumatning ustida mahkama ocholmaysiz. O UNning BDTning mavjud qonun sistemasida buningga ruxsat qilinmaydi hozirgi Xitoy bilan bo'lgan munosabat. Myanmarni Gambiya degan hukumat sotib verdi. Yana bir a'zo davlat qilish kerak uni. U bo'lmadi. U sotnimi toza unumlik bir natija chiqarmagan ahvol oldu. Shunga bu doim so'riladigan savol, qanday qilish kerak qonuniy jihatdan? Qonuniy jihatdan buniki bu shu xalqaro qonun bo'yicha buni bartaraf qilish uchun alohida qonun sud kollegiyasi tasdiq qilish kerak. Bu Yugoslaviyaga nima qilgandek, Miloseviclarni sudga tortgandek. Chunki bu yerda buni ko'rmanlarni his qilmagan bo'lishi mumkin. Shu Genocide Convention'ga, shu irqiy qirg'inchilik qarshi kelishimga imzo qo'ygan Amerikalar emas. Xitoy hokimiyati buni imzo qo'ygan davlat hisoblanadi. Undan boshqa yana bir muncha xalqaro ahdnomlarga, shu kichik yosh farzandlarni qo'g'dashdan tortib, milliy yodgorliklarni madaniyatni qo'g'dashga munosabatlik nurg'un qonun nimalarga imzo qo'ygan davlat bu, signatory davlat bu. Shuning uchun Xitoylar bu yerda xalqaro qonunga rioya qilmagan, buzgan ahvol mavjud. Amerikaning bu genoside'ni e'tirof qilishi bizning davlatimizning ham qonuniy, ham ahdnoma majburiyati. Hem devletning ichida o'zimizningki shu nima bor, masalan, genocide qonuni bor. Hem xalqaro genocide convention imzo qo'ygan davlat bo'lishibdi bilan shu nimaniki ahdnomaning birinchi moddasida buningga imzo qo'ygan davlatlar genoside'ni ko'rgan hamon buningga inkos qaytarish kerak degan moddasi. Lekin bu yerda genocide'mi emasmi deb ikkinchi moddasiga diqqat e'tibor berilyapti. Asli imzo qilgan davlatlar, bunun ichida shu Yevropadagi madaniyat dunyodagi davlatlarning hammasi deydek bor. Shunga men palonchi davlat parlamenti genocide deb e'tirof qildi desa,
bu yerimçilik söz şalaqşıydigan bo'lib qoldi deb inkos qaytardim. Chunki u yerda bu parlament emas, hukumat o'zininki ahdinomi majburiyatini, biz treaty obligation deymiz, uni ijro qilish kerak. Amerika hozirgacha hukumat sifatida shuni ijro qildi. Endi qolgan qadam bosqichlari u siyosiy jihatdan, iqtisodiy jihatdan, ijtimoiy jihatdan, qonuniy jihatdan tadbirlar bilan ijro bo'ladi. So birinchi joydagi bu qaror sobiq tashqi ishlar ministridan hozir tashqi ishlar ministridan deyotgan gapi faqat Amerikaningki policy response, siyosiy jihatdagi qonuniy nima emas. Endi buni qonunlashtirish uchun abay degandek ya alayda bir sud kollegiyasini tasdiq qilish kerak yoki Amerikaningki mavjud qonunlarning asosida bu şirketler, şəxslər Amerika zimini yoki Amerikanın ittifaqdaşlarının ziminiga qadam basqan mavjud olan şu jurisdiction, qonun doirasining qo'llanishidan foydalanib buni amalga oshirish mumkin. Bu qilmish bo'lmaydigan narsa qaram. Unda bo'lsa sizning shu Cuma günü e'lon qilgan bu maqolangizga oid kuchlik dalillar bilan o'tirib qo'yibsiz. Amerika Uyg'urlarga nimaga qarzdor deb tushundim uning mavzusini, tarjima qilsak shundaq deb turdi. Undaq bo'lsa sizning shu deganlaringizning hammasini oid haqliq. Chunki bular shu etnik qirg'inchilikqa qarshi turish kerak. Anglagan hamon, ko'rgan hamon qarshi turish kerak degan nuqtadan butun dunyodagi shu imzo qo'ygan davlatlarni nima qilish kerak ekanda, bir javob kerakanda. Bu nuqtadan maqolangiz. Rahmat. Bir narsa o'tirg'i chiqqandan keyin bu meselenin negizini, sebebini ko'rish kerak. Çünkü to'nigandan keyin mesela hozirgacha dunyo jamoatchiligi ikki narsani to'nimaydi. Biri o'zining majburiyatini to'niyolmaydi, bilinmaydi. Ikkinchidan Xitoy hokimiyatining niyatini to'liq tushuniglik emas. Bu qilmishni ko'ryapti, niyatiga qaramaydi. Bir narsaga yakun chiqarish uchun ham boshda ko'zimiz ko'rindigini qilmishi. Qilmishdan keyin onun niyatiga qarash kerak. İngilizce uni actus rea deydi, latincha ko'nidan kelgan. Actus degan shu qilmish. Manus rea deydi, manus rea degan fikr. Uni siz echib uni ko'ramiz, lekin gap so'zlardan, onundaki qilmishlardan onunga niyatiga yakun chiqaradi. Dunyo jamoatchiligi hozir Xitoy Kommunist Partiyasining niyatini to'g'ri tushuniglik emas. Bu yerda bu Xitoy degan so'z bilan Xitoy Kommunist Partiyasi degan gap ikki gap aslida. Xitoy degan gap, davlati degan gap Xitoy Kommunist Partiyasining dunyoga projekt qilganda ko'rsatayotgan bir soft imiji. Aslida bu Xitoyningki tashqi siyosat, iqtisodiy siyosat, davlat bexatarlik, ichki bexatarlik hamma narsa shu Kommunist Partiyaning 9 odamning qo'lida. Buni dunyo jamoatchiligi biliglik emas. Ya'ni buni bir normal davlatdek muomala qilib, shu tijoratni davom qilib, yana buni shu yerda bu yerda tanqid qilib qo'ysak, bu Uyg'urlarni qirishni to'xtatsa, Hong Kongliklarni hozirgidek ezmasa, Tayvanga hujum qilamiz biz rozi degandek bunday ko'z qarash bor. Undan keyin yana bir to'nimagan nimasi o'zininki qonuniy, vijdoniy majburiyatini to'nimaganlik. Shuning uchun bu yerda bu haqni mushu meselelerni tonuşturuş, özne hozir bu yerda dunyo jamoatchiligi xuddi Uyg'urlarga chiqib borayotgandek ko'rinayotgan ahvolmi bor. Uyg'urlarning minnatdorligidan, Uyg'urlarningki hayajinidan va Xitoyning shikoyatidan mushlar ko'rinib turdi. Ammo bu yerdagi masala bular o'zining manfaatini, xizmatini to'liq qildirolmaydi hozir. Birisi o'zining xalqarodagi ahdinomi qo'ygan ahdinomi majburiyatini joriy qildirolmaydi. Ikkinchidan demokratik prinsiplerini joriy qildirolmaydi. Uchinchidan o'zining va'dasi turolmaydi. Nima degan gap? Bu ikkinchi dunyo urushidan keyin dunyo jamoatchiligi Never Again degan bir hukmni tashviq qilib, daftarlariga siz ma'rifchi bilasiz, butun kitoblarga yozib to'shtirib etdi. Hech qanday bir inson shaxs diniy yoki milliy sababidan qirg'inchilik uchramaydi deb. Endi bu vaqtda sizlar nerede? Şu bir yerda bu anındaki hozir iqtisodiy manfaatga kelsak, iqtisodiy manfaati dunyoning hozir bulg'angan bir ahvolda, dunyo iqtisod sistemasi. Dunyoda 80 dan ortiq mal, marka
Uyg'urning qon teri bilan, Uyg'urningki qulluq emgiki bilan yasalgan bo'lsa, demakki, bizning yeyotgan, ichayotgan, kiyayotgan, o'tirayotgan mashinamizning hammasi harom degan gap Zag'ir tilida. Shundoq. Muhit hozir shundoq. Tutgan narsangiz Uyg'urning qo'li. Hatto shu uyning to'risi qo'ydigan solar panel, eynak. Shu Uyg'ur Yosh yasagan. energiyasi. Biz buni Amerika hukumati uni chekladik. Hozir Amerika o solar panelning kirish cheklandi. Amerikaning texnologiya shirkatlariga, Xitoyning texnologiya shirkatlariga 54 shirkatga. Amerika vatandaşlarının meblag sayısı çeklendi. 90'dan artıq şirketi Amerikadan ya texnologiya, ya qattiq detal, ya yumshaq detal alanmaydı. Çeklendi, çeklendi. Ama başqa dövlətlər məşə nimisini düşünəm. Demiş ki, bu Amerika bunu qıvatıdı desəniz, Amerikanın qanununda qanunsuz qulluq əmməklə yasanğan məhsulatlar kirişçi çeklendi degan qanun var. Amerikanın qanununda yaş ösmürlərini əmgək silish, qulluq silish çeklendi degan qanun var. Amerikanın qanununda insanlarını özününki meylisiz uyaq bu yaqqa toşuşqı olmaydı degan qanun var. Human trafficking deyimiz. Aldın Secretary Blinken bunu ilan qildi. Şoň bu yerdə Uyg'urlar bizga sahib chiqmadi demas, shu turayotgan dövlətdə özünün mənfəətini qoğdayanmadı da düşünüş kerak. Özünün mənfəətini qoğdasa, iqtisadi jihatdagi, qonuniy jihatdagi va ijtimoiy jihatdagi. Bu məsələlər onçilik murakkab məsələ emas. Men mana shu Amerikani pasiyat tutish tashabbus qanchaqda qattiq pasiyat tutsang osmonda o'rilib ketmaydi deb inglizcha gapqilsam kulishib ketgan. Osmonda o'rilib ketmadi. Davom qiladi. Mana shu o'rnakni boshqa dunyodagi boshqa davlatlar, bo'libmi Turkiya masalan. Osmonda o'rilib ketmaydi. Özünün hamma davlatlarninki o'zining manfaatiga Uyg'urlar xizmat qilish emas, o'zining manfaatini xo'dlashni bilish kerak bular. Toz bilinmadi. Bilemeymedi de. Siz abiyam dediğiniz nayet muhim bir gap kıldınız. Xitayning niyetini düşünemezlikçe bu dünyadaki bunda iş bop bakmagaçka hemmisininki gap sözü oçuk aşkare kıldığı işimi oçuk aşkare. Çünkü kanun boyunca başkurulgan devletlerde helimikir bomagan dekin ma Xitayninki niyetini düşünmezlik babiyedi çu. Hem niyetini düşünmezlik var hem Xitayni nayet kudretlik nayet güçlük bütün pul şununda artık emde Xitay dünyanın hocusu boldu degендek bir hata bir düşünce var. Bolup mu hazır mesela Müslüman devletler nime için Xitayni qollab quvvatleydi? Bu asasen Müslüman devletleri qollab quvvatlayatdı. Bunun fakat iqtisadi jihatdan Xitayga muhtaç deb düşündüş doğru mu sizce? Bu noktadan qarsak. Bu 2018-yili şu nimede Amerika'nınki Stanford Üniversitede bir nime ilan qilindi. Bir report. Chinese Influence Operations. Şu Xitay hükümetininki dünyada təsirinin kengaytiş üçün ilib bağlan fəaliyyətlər haqqında. Onun da oturup qoyulğan bir üç fuqum var. Xitayning bu təsirinin kengaytiş qaysi yolla ilib beriyotidu deb bunun da 3 C deydi. C var ama Türkçe'de C yazılgan. Corrupt, coercive, corrosive deydi. Corrupt degen çirik. Çiriklik. Ondan dekin coercive degen coercive bir datlışıp ketken narsa var o. Aşını corrosive deydi. Corrosive mesela bir tane metalni soğusap koysanız datlışıp ketedi o. Datlışıp ketedi. Onun dekin onu Uygurçasında derhal isim kemidi. Andaki yani birisi coercive degen mecburi. Muşu 3 C'ni Xitay hakimiyeti muşu hazırki Uygurlar meselesi, Uygur meselesinde, Uygur qırğınçılıq meselesinde pozitsiya tutmaslıqqa işletiyorkan amillerden biri. Mesela corrupt deysiz, Pakistan. Berip o yerde muşu İmran Khan'ı Hindistan meselesi ya başka meselelerde özünün ittifaqdaş göstəriş arqılıq bu İmran Khan çıkıp Palestin'i şikayet qılatqan İmran Khan Pakistan'ın prime minister mesela. Ben bu adamın 2019 yılının yağı şu cemaatçilikte en tanqid qılatqan adamdan biri. Şu dağıtqan gibi Xitayninki
ta'sir hareketininki eng yaxshi namoyandalari biz. Ondan keyin yana birisi bu corrupt. İqrar qildi o haqiqatan. Xitoyning O'zim siyosati iqror qildi bizim oxirgi en yakın gapida haqiqat eng yaqin do'stimiz deb biz e'tirof. jamoatga boshqa gap qilamiz, Xitoy bilan boshqa narsalarni maslahatlashamiz deb gap bo'ldi. Echinchi Ondan tahol. keyin ondan keyin chirik yeri kelsak, bular aciz devletlerge berip, mesela Orta Asya'daki bu Orta Asya'daki chirik devletlerdeki bazı tevrinib turgan hakimiyetlerge ularga besim kılıdı, tehdit kılıdı. Ularga iqtisodiyatda uni buni berip pasiyat chiqizib olaydı. Onundaki yana bir türdeki devletler var ama mesela Türkiye'ye o'xshash Sharqiy Yevropadagi, Markaziy Yevropadagi devletler mesela Hungary deymiz, Yunan deymiz. Hozir Yunan bilan shu Gretsiya bilan Turkiya ba'zi yerlarda Xitoy pasiyasi o'xshab qoladi masalan. Shu tarixiy ko'rinishini siz yaxshi bilasiz ishlab turib. Ondan keyin bu nimada mesela Sloveniya degandek devletler var. Endi biz bu Afrikadagi devletlarning bu hozirgi vaziyatga ancha cho'ng ta'sir olib ketmagan bilan Yevropadagi devletlar bek muhim. Mesela Şarkı Janubiy Avrupa Asiyadagi devletler var. Onu biz muşlarning hammasini bular shu 3 terlik C bilan yoki yumshoq yo'l bilan yoki chirik yo'l bilan indek tushirib o'zining shuariga ovoz qo'shadigan mushtaq bir vaziyatni shakllantirgan. Endi shuning uchun bu yerdagi bu dunyo vaziyatining hozir burung'idek bunday palachalar tushib qilishi aslida shu Uyg'ur masalasiningki oldiga minishig'imi turkiyotganlik anglashga bu counterintuitive deymiz. Bu qamlashmayotgan ish qanday foyda deb ko'rasiz deb o'ylab qolgan bo'lishingiz mumkin. Bu insonlarni uyg'otadi-ku. Masalan, kampni taqash uchun 20 necha davlat, g'arb davlatlari imzo qo'ygan xatga kampni taqmayli deb imzo qo'ygan 39 ga yaqin davlat chiqdi. Ularning ichida shundaychiq musulmon davlatlar bor. Kampni taqaydi degan davlatning ichida Kosovoga o'xshash kichik musulmon davlatlar bor. Endi bu o'yga soldi. Bu Xitoy hokimiyatidagi shu siyosat tuzuvchilar yo boshqachilar bir narsa daha o'tkiti deb o'ylashi mumkin. Masalan, 30 nechaga qarshi 20 necha odam davlatning bu chiqqini, bu Xitoyning ta'sir doirasiga diqqat qilmasa qolmaydi ekan degan ta'sir kengashiga bu inkas chiqdi. Buni tadbir qo'llandi. Bu ko'ryapsiz, bu qatam yaqinda nimada ichilgan bu bizning Amerikaning yangi BDT'dagi elchisi ochgan bir yig'inda Turkiyaniki elchisi kelib so'zladi, burun qilmaydi. Ashunga ovoz qo'shdi. 2019-yili biz New Yorkda shu yillik BDT'ning yig'in mezgilida shunday Uyg'urlarga alayida side event deymiz. Faaliyetler o'rlashtirgan. Shuningda 30 ga yaqin davlatlar vakili kelib ekan. Shu Zumrat Davud, Rashad Abbas uchimiz so'z qilgan bir so'rinda. Shu yerda yo'q hamda ishlar shu sponsor qilmadida, sponsor qilgan davlatlar Gollandiya, Kanada degandek. Bu o'zgaryapti. Shu bo'linish hozir o'zgaryapti. Masalan, bu o'zgarish yana bir tipik misol deb beray. O'tgan oydagi Joe Biden'ninki masalan Yevropa sayohati, ziyarati. G7'de 3 yıldan beri Məxbirət xanım Xitayning ismi ovozi elinib baxmagan. Bu qitim Xitayning ovozi ismi uyoq tursin, birlikda mush mecburiy emgakka tadbir qo'llanish to'g'riliq va'da berildi. Ash anga communique deymiz. G7'ning communique gerçi hamma davlatlar imzo qo'yib inkas qaytirilish fursati bo'lmagan bo'lsa-mu, chunki Angela Merkel Germaniyaga bir nechasi bunga toza illiq muomala qilmoq uchun shu yig'in qatnashchilariningki g'ayri rasmiy shaklda Uyg'ur qulluq emgakini to'xtatish uchun tadbir qo'llanishga va'da berildi. Bu bir o'ylab baxmagan, kutilib baxmagan bir masala masalan. Cho'ng masala. Shu ham bu yerdagi Xitoylarning qarshi influence operations. Shu ta'sir ko'rsatish harakati aslida bunga o'zining orzu qilmagan xato natijani chiqaryapti. Bu yerda bu suhbatni o'tkazish uchun bizga 5 soat vaqt ketadi. Bu baknayti texmo aniqlab tushuncha bilish tegishli masalalar. Hozir yig'ib aytganda bu Xitoy 3 ne xato qildi. Birisi miscalculated, bu dunyo jamoatchiligining inkosini inkas qaytulmaydi deb kutib qolgan ahvolni ko'rsatyapti. Ikkinchidan
Şu özünün təsir közsüş hareketinden paydalanıp bu dünyanı bölüşne arzu kılgan. Bu bölünüş hareketimi hazır talı yalanaç bir halette tedbir kullanılan bir ahvalga ötken. Üçüncüden iqtisadi cihetden üstünlükten paydalanıp dünya ikinci çoğun iqtisadi güç bolgan sübütüden paydalanıp bu hazır devam qatkan kulluk emgek meselesini juğuşturuşni plan kılgan. Hazır umu bolmadı. Sizin xabarınızı aldığın qapda Amerika Kongress'te Uygur mecburi emgekni to'xtatish qonuni e'lon o'tdi senatda. Kengash palatada. Bu nima deganlik desangiz, butun shu Şinjandan kelgan produktlarni, mahsulotlarni cheklaydi degan. Agar shu mahsulot mecburi emgak qo'llanilgan ahvolda yasalgan deb qaraymiz. Qaramaslikni ishondirilmaganning hammasini cheklandi degan gap. Qanday bo'ldi desangiz, masalan bir markangiz bor, bu tizimga kirib qoldi. Amerikaga bir narsani eksport qilmoqchi, eksport qilayotgan mahsulotlar cheklan shu qonuniy emgak bilan yasalgan deb qaralgan mahsulot bo'lsa kirgizilmaydi. Unda emasligini e'tirof qildirish uchun maxsus prava iltimos qilish kerak. Men burun shunda prava iltimos qilgan shirkatlarning advokati bo'lib baqqan Yevropadagi. Yevropadan Amerikaga ba'ziligi medical meditsina equipmentning kirishini cheklangan. Doğru. Birisi de mi ağınılmaydı, bulmaydı. Mesela İran'ın münasebetlik Türkiye'ninki hava katnaş şirketlerininki Türkiye'yle boğan işlerde hizmet kılıp bakan o Türkiye embargo boğan devlet için İran. Türkiye'den bir tane zapçaz, bir tane boltunu beriş çeklengen buldu. Bu bek ters işler. Nim demekçe deseniz bu kanun ötkenden keyin bu naati çok iqtisadi ziyan buldu. Bu iqtisadi ziyan boğandan keyin bu iqtisadi ziyandan keyin bu xalqaradagi ta'sirga mi? Bularning ma'lum jihati cheklanuvchi deb o'ylayman. Jig'ib aytgan chog'da bu xato qiyos qilish, xato mo'lchallash, undan keyin boshqalarni majburiy xato pozitsiya tutishga bisim qilish ular o'zi orzu qilmagandek natija beryapti. Endi Amerika bolupmu, Xitoyninki xalqarалық qonun tüzümleriga rioya qilmasligi sababini iqtisodiy jihatdan jazolaydiganligini bildirdi va nihoyatda qat'iylik bilan bu degan so'zini ijro qilishga, bergan va'dasini ijro qilishga tirishyapti. Bu hamda Xitoyning tashviqoti nihoyatda hozir buning qarshi tashviqotlari bo'lyapti. Masalan, Uyghur meselesi hakkında İnsan Hakları Komitesi'nin video yığını Xitay mı katnaştı? Bu yığında Xitay Amerika ve Uygurlarını kullanıp Xitay'ını parçalamakçı degen okşaş ideyani mi tekrarlavatıdı, davamlıq şunu davatıdı. Yığıp kelsek hem de muşu kılan, siz abi hem degen okşaş Xitay'nın hata bazı kılmışlarını kılışı, onun dikin halkaralık cemaattinki bağan sırı Xitay'a karşı hakikatini düşünüp yetişi, Xitayni ahirki hesapda muşu iqtisadi jihatdan halsırta alamdı. Muş bütün qo'llanayotgan tedbirler. Bir yerde qaram bu alsıratdı hazır. Bu ko'rinyapti o. Yaqinda Xitoyninki muşu nayt meşhur bir yarın degende Uyg'urcha nima deymizki, muşu jipek muşu to'qilma mallarga jip ta'minlaydigan bir şirket var. O jip qanday jip desangiz, paxtadan kelgan. Men toza Uyg'urchasini nima qilamadim, delemedim. Jip ishlab chiqaradigan şirket. Yarn deymiz, muşu masalan Popaykining muşu to'qilma mallarninki. Şu Huafu degan şirketning bu Shenzhen nimiga stock exchange'ga reportida $100 milyon zarar bo'lganligini e'tirof qilgan va e'tirof qilgandan boshqa Amerikaning embargosining sababidan Amerika şirketlari bu siparish deymiz turkchada berilgan nima orderlarni cancel qilgan, iptal qilgan zakasni iptal qilganini shikoyat qilib, bu birla şirketning da'vatgan gibi. Ondan keyin bu Avustraliyada necha yilning oldida 2 yilning oldida ba'zi markalarga
eksport cheklimiz qo'yilgan ahvol ko'rilib bo'lgan. Endi hozir men Amerikadagi shu voy Amerika A qaror chiqibdi, ma qaror chiqdi, lekin buni ichida bizning bu hukumatning bir qaror chiqarish uchun nima shunday uzun vaqt ketdi desangiz, we try to get it right, to'g'ri qilish uchun yamanchiq izdinish, tadqiqot, tekshirish ketdi. Hozir men sizga hozir bir şeyde Uyg'urlar to'g'risida, Uyg'urlarga munosabatlik chiqarilgan ma'muriy tadbirlarni tizib akasam, hozir mening bijnetsini tushirib qo'yishim mumkin. Shunchalik jiq. Shunchalik jiq qaror. Masalan, bütün Xitoydagi, shu Sharq Turkistondagi polis departmenti, shu soqchi idoralarining hammasi embargoda hozir. Ana lekin shu abay dedim, 54 shirkatga Amerikalıqlar məbləğ salanmaydı. Xitayning çoğ şirketlərə, şu Huawei deyimiz, ZTE deyimiz, Hikvision degan çoğ şirketlərə Amerika vətəndaşlar məbləğ salanmaydı. Bu mənə çoğ iqtisadi ziyan. Ondan keyin Uyg'urlarniki məcburi emgak qanunu rasmiy qonunlashgandan keyin bütün narsa shu qonunsiz emgak bilan yasalgan deb tushunilganlik uchun asosan buni import ban deb tushunsanlar bo'ldi. Import cheklimisi deb tushunsanlar bo'ldi. Nəhayət kiçik əhval ostida 1%, 2%, belki çox az 5% əhval ostida shu şirketlərə alayda import lisens berib qilish mumkin. Məsələn, Uyg'urlarga ish iltimosi bilan xizmat beradigan bir sistemni shakllantirsa, majburiy emgak emas. Ben mandaq unvon oldim, mundaq tajribam bor. Menga 1000 so'mning o yeriga 1500 so'm bersang ishlayman deb mundaq negotiate qilib, normal xizmat ko'rsatasiz balki bu shirkat. Endi bu bek cho'ng ziyon. Xitoyda hukumatini dunyoda shu ikki narsa bek terik turdi. Birisi buning ismini atab tanqid qilish. İkinci ishi shu iqtisodiy va texnologiya manfaatiga daxl taruz qilish. Bu 2021 yılı 1. ayda 1. ayın 19. günü bu hozirgi Amerikaning tashqi ishlar ministri guvohlik berdi, ama tashqi ishlar ministri bo'lishni oldi kongressda. Shu guvohlik yig'inida sen o'rniga chiqmoqchi bo'lgan tashqi ishlar vaziri bu vaziyatni genocide dedi. Senin meydanın nima desa, men bu o'xshash qarorni chiqaratdim. Endi o'z qanday hal qilsa buni desa, ikki turlik masalani o'ttirib qo'ydi. Bir deydi, men Amerikaning texnologiyasining Xitoy hokimiyatining qo'liga tushib, bu yerda Uyg'urlarning ezilishiga qo'llanishini cheklayman dedi. Ikkinchi qildigan ishim Xitoydan majburiy emgaklayotgan mallarni cheklab, uning profitiga Uyg'urlarning ezilishini to'xtataman dedi. Endi bu ishlar yengillikmi desangiz, yengillik emas. Burungi hukumatning qilayotgan ishlar. Endi buni qanday qilib borsa desa, men buni kengaytib, xalqaralashtirib olib borman deb so'z bergan kongressga. Bular deganni qilyotdi. Shu hozir bu yerda bu 20-30 yilda shakllangan bu iqtisodiy ko'ch balkim texnik jiq vaqt sarf qilish mumkin. Endi bu yerda yolg'iz otning chang chiqmaydi degan so'zlar, bu yerda Amerikami biraz yolg'iz bu jangda. Yevropa Birliği to'liq indak nimaga tushgani yo'q, jang maydoniga tushgani yo'q. İtalya Angliya biraz yiqilishyapti. Angliya bilan hozir nimaniki Yevropa Birligining tashqi siyosati ayrildi. Tashqi siyosat Yevropa Birligida a'zolardan tashkil topgan bir gavda bo'lgani uchun bütün a'zo davlatlar o'xshash mavqeda turishi kerak. Masalan, Xitoyga qattiq pozitsiya tutaman desa, masalan, Gretsiya, Czech Republic, ondan keyin Vengriya, Sloveniya degandek bir necha Xitoyparast davlatlar bor Yevropada. Ular yo'l qo'ymaydi. Shu o'tgan yili 2020-yili Italiyaga Şinjandan eksport qilgan mahsulotlarning miqdori 200% oshgan. Mush Amerika mı hozir Xitoydan shu Şinjandan keladigan mahsulotlarning eng jiq keladigan zimani shu. Hozir mushunchalik ish bo'layotgan vaqt. Siz buni nima ishga buni ko'tarib chiqsiz desangiz, bu masala bek ig'ir masala. Uyg'ur ayollarining chechini yasalgan mahsulot qo'lga tushibdi degan xabarlarni ko'rdinglar.
U faqat bir qitimliq bu. Bir qitimliq kirishi. Shu tutilib qoldi. Shu 13 tonna Uyg'ur ayollarining chechida yasalgan mahsulot bir qitim tutilib qoldi. Bu qachondan beri davom qilyotidi? Bu Yani qaysi devam kıvatamdı. Amerikadan boshqa qaysi davlatlarga yevatyotidi buni? Ondan keyin men shu vaqtda shunda menga bek ig'ir ta'sir qildi, chunki men yahudlarning tarixini yomon o'qigan, yahud ayollarining o'sha chechini qirib satgan shu vaqtda. Bu dehumanization. Çünkü ayol kishi uchun choch degan go'zallikning ifodasi. Buni kesish endi u Uyg'ur ayman bir Yahudi kampda saqlagan bir angliyalik ayol bilan paranglashgan 80 necha yoshli. O chechini qirayotgandan keyin ayollar o'zini go'zalligini yo'qotgandek his qildi. O go'zalligini yo'qotgandan keyin ayolninki ruhiy dunyosida nihoyat cho'ng o'zgarish bo'ldi ekan. Ondan keyin asta o'zini tashlaydigan ahvolga mangdigan ahvol bo'ldi. Şuna şu çaş mahsulotinin bir qitim tutilganimi shu vaqtda meni bir 13 tonna çaş yasash, çaş mahsulotini yasash uchun qancha Uyg'ur xonim qizlarning chechini qirish kerakdi degan savol mı keldi-da menga. Tabii bu bir davlat. Import eksport qonuni eng ching bir davlat. Bo'shroq davlatlarga. Tek onada shu çaş mahsulotini qora oltin deb atagan yeri bor. CNN'ning web saytiga borsanglar şu Uyg'ur çaç yasatgan Uyg'urlarni ko'rasizlar. Ondan keyin bu biz maska taqib hozir jon qo'g'datimiz bu pandemiyada. Ashimi Uyg'urning emgiki bilan yasanganda. Shu hamda bu yerda palach qila olamdi desangiz, palach qilinmaslik mumkin darhol, lekin ig'ir ta'sir bo'lyotdi. Mush embargolarning. Mushu tadbirlarning, import eksport cheklashlarning nəhayət çox təsir var. Yəni bu hazırki vəziyyət yana nimiş axmatıdır bu tədbirlər desəniz, dünya cəmiyyətçiliki siz deyəndək bir hazır olmayan, qiyas qılmayan bir vəziyyətə duş gəlib qaldı. Dünya hakimiyyəti Komünist Partiyani Dünya Ticarət Təşkilatı'na girib qoydu. Komünist Partiyani. Komünist Partiya 80 milyon adam var deydi, 100 milyon yaxın adam var. Germaniyanın da postunca komünist var, Xitaydan özdiler. 95 milyonmuş Afrika'da qaraganda. Germaniyanın nüfusunca bunu. Türkiye'nin nüfusunca nüfus Xitayda Komünist Partiya a'zosi. Endi buni qanday tazayib bundan shunga biz hukumatda siyoset tuzgan insonlar paranlasak to'g'risi deydi. Men Amerikaning siyoset tuzish organida emas. Men qonun tuzish organiga munosabatlik bir komitetda. Shunga siyoset tuzganlar bayram. Ularga biz maslahat beramiz. Ular so'zlashgancha deydigan gapi tecrübe karakterlik vaziyet tutatımız değil. Çünkü hiç kim hazır aniq bir roşan. Lekin Amerika'da köp eğiz qilinyotgan bir nim var. Bir hüccet var. Mesela Uyg'urlarning ichida ba'zi Türkiye'de bek nima qo'y, belki men shuni bir fursat qilib tushuntirib qo'yay. Bu Amerika Uyg'urlarni ko'z qilib o'ynatgan ish yo'q. Buni butun dunyo jamoatchiligi bilishi kerak. Uyg'urlarni bu hozirgi bu zulmatli dunyoga mubtalo qilganini hisoblab kelsak 2017'da 18'den beri bilyapti. Lekin bu yo'l xaritasi 2013-yilda atalmış 9. nomerlik hujjat e'lon qilingandan keyin ijro bo'lish boshlagan. Bu Wikipedia'ga borsanglar Xitoycha Joe Hovenjan deydi. Shu 9 nomerlik hujjatda yozilgan mazmunlar men hozir ijro bo'lyapti. Uni da degan uningda u aslida Xi Jinpingning nutqi. Uningda shu g'arbninki bizga tahdidini 3 yo'l bilan tizginlashimiz mumkin deydi. Birisi bu diniy erkinlik deganni tuzlash kerak deydi. Diniy erkinlik ham mavjud emas endi Xitoyning o'zida. Onun ikincisi söz erkinligi degan narsani e'tirof qilmaslik kerak deydi. Uchinchidan matbuot erkinligini e'tirof qilmaslik kerak deydi. Hozir ma diniy erkinlik desak, nimishqi bu Uyg'urlarning din emas, unda emas. Uyg'urlarning shu diniy kimligi, diniy e'tiqodi, milliy kimligi Xitoy hokimiyati uchun bu ideologiya bexatarlik tahdidi bu. Bütün Uyghur xalqining bugungi mavjud bo'lish, yasab, shunday ayrim bir millat bo'lib turishida Uyg'urlarning chiroyi bir-biriga bek o'xshab ketmaydigan ahvolni ko'rasiz. Lekin din va madaniyat
jihatdagi, kimlik jihatdagi bu mushu tabiat Uyg'ur xalqini hozirgi mavjud qilib turibdi. Bo'lmasa boshqa millatga o'xshab allburun yo'qolib ketadi. Allburun yemirilib ketadi. Xitoyda 56 millat bor, siz buni yaxshi bilasiz. Bu Xitoydagi bu millatlarning ko'pincha yo'qolib ketdi. Ashundaq bir resistance, bundaq resistance. Ashu resistance-ni yo'qotayotgandan keyin Xitoy bu Uyg'urlarni hammani o'ttirib etmaydi. Lekin ashu resist qildigan, ashu qarshi turayotgan tabiatni o'chirib etgandan keyin yo'qoldi. Xitoy Uyg'urlarni hammani o'ttirib etmaydi. Lekin ichiga kirganlarni mushu jihatdagi qarasangiz sap aql sohiblari, fikr sohiblari, mal egalari. Ondan keyin jamiyatda ta'siri va bizning jamiyat liderlarimiz. Yo'q. Ayollar yo'q, bolalar yo'q. Bu mujnaqli mush rezistansni yo'qotmoqchi. Bu narsa mushu Jo'xovinjanda yezilib bo'lgan narsa bu. Yani buni nimaga bog'laydi desangiz, chunki nimishki kaç kişi Uyg'urlarni g'arb dunyosiga bog'lab oldi desangiz, bu yerdagi shu diniy erkinlik, andan keyin diniy erkinlik, inson religious and human rights, bu inson haqlari ikkisi bir gap odatda. Ondan keyin bu so'z erkinligi, matbuot erkinligini deb turib, Gongsandanni yemirtmoqchi degan mundaq ko'rdi bular. Shunga butun shu Xitoydagi shu Uyg'urlar to'g'ri xabar yozgan muxbirlarning hammasini qo'llab chiqadi. Mana bugun 20 yilning yog'i tunji yili shu Washington Post pochta gazetining Xitoyda muxbiri yo'q. Tayvanda, Janubiy Koreyada, Yapondan xabar beryapti. Yo'q, qo'llab chiqadi. Ondan keyin so'z erkinligiga kelsangiz, shu hozirgi hukumat 20 milyon o'zining kadrlarini, shu Kommunist partiyaning kadrlarini kelajakda tahdid bo'ladi deb o'lim solab qo'ydi. 20 milyon. Ichki o qarshilikmi yo'q. Ondan keyin hozir siz shu ba'zi Xitoylarning nimasiga Uyg'urlarga qaqshab ketadi. Ya ular uqmaydi uni, kallasi beyni yuyilib ketgan haqlar. Yuyilib ketgan. Bu Xitoyning bu jamiyatida adolatning gapini qadamni quruq gap qil deydigan jo'dat u. Quruq gap adolat degan gap. Adolatsizlikka ko'naklik. Adolatsizlikning gapini chiqqan odam u yerda aqlli qiladi. Masalan, ko'maslik silivilish, ondan keyin shikoyat qilmaslikni normallik deydi bular. Erkin dunyoda bu normalsizlik. Şu an bir yerda Uyg'urlarning ki beshig'imishda kulpat kelgandan keyin butun dunyo ichilib ketdi, sayrab ketdi deb ko'ryapmiz, lekin ichki bu uyg'unish xili burun boshlangan. Yani bu narsani qaytirib siz degandek abayqa halak holat palach tushirish uchun butun dunyo jamoatchiligi bu masalaning ig'irligini, qanchalik shu singib ketganligini, qanchalik ig'ir tadbir qo'llanib bo'lmaydiganligini o'ylash kerak. Balkim dunyo jamoatchiligi biroz kech qolgan bo'lishi mumkin. Endi Xitoyga qarshi turish uchun endi bütün Uyg'urlar tirishchanlik ko'rsatyapti. Ondan keyin bütün dunyodagi bu davlatlarmi endi yangi tonib yetib özünün belki menfaatiga taqashqanligi uchun qarshi chiqish uchun tadbir qo'llanishga yuzlangan bo'lishi mumkin. Endi yani siz qanunshunos bo'lg'achqa yani biraz qonundan savol so'rg'im bor sizga. Bizga endi bek umid bergan, bizni hayajonlantirgan bir voqea bo'ldi. Uyg'ur soti. Bu Uyg'ur sotininki Uyg'ur davosidagi roli nima bo'ldi endi? Bu sot agar Xitoyning etnik qirg'inchilik qildi deb hukm qilsa, Xitoyni jazoga tatqili bo'lamdi? Uyg'ur soti shu Uyg'urlarning yaqinqi zamon tarixidagi eng bir halqiliq voqea desak bu taza uyg'un bo'lmaydigan so'z, endi pek ahamiyati cho'ng bir ish deb ko'rish mumkin. Gerçi o sot mahkemesininki icra qilish mekanizmi bo'lmasimi, bu Sharq Turkistondagi Uyg'ur xalqining chet eldagilar bo'lsin, shu hozirgi vaziyat to'g'risida ishonchlik dalil to'plab, shu dalillarni e'tirof qilinib, ondan keyin bu hukumatlarni
bir vaziyatni mushu vaziyat to'g'risida inkos qaytarish abay degan o'zining qilolmayotgan ishini qilishga undaydigan bir ahamiyatli bir kollegiya hisoblanadi. Undan keyin mushu ahamiyatining zo'rligini his qilgan Xitoy hokimiyati mushu Sir Jeffrey Nice'ni embargo qildi, sanction qildi. Bunun Roy jihatdan zarb berishni maqsad. Uni to'xtatolmaydi. Milosevichningki sotga qatnashgan odam, u odam nihoyatda nima ish qilayotganini biladigan, shuning yetarli tajriba ega bir inson. Shunga u Xitoyninki u bevosita shu nimaga Jeffrey Nice'ga hujum qilishdan bularning andishini ko'rilishi mumkin. Bu yerda bu nimaninki Jeffrey Nice'ning bu Uyg'ur tribunalining yana boshqa hukumatlardan boshqa sot mahkamalarini buningga mush masalani ko'rib chiqadiganға izlanishga haydakchilik qiladigan mandaq yerimi bor. Nimishga desangiz, endi masalan Angliyada bu bo'ldi. Bu bir qonunga o'zgartirish kirgizib, mush genocide masalasiga Angliyaning parlamenti emas, sot mahkamasi yekin chiqarish masalasida yamanchiq talashlar olib, oldi keyin olib, shunda chiq avarchiqlar uchirdi. Aslında bundaq ishlarga aslında sot mahkamasi yekin chiqasi yaxshi. Ondan keyin mushu yana abay biz eng başta deyilgan jurisdiction qonuniy ta'sir darajasi yo'q. Shuning uchun buni qonuniy sot mahkamada hal qilib bo'lmaydi deydigan so'zga xotim berishga yo'l ochilishi mumkin. Chunki dunyo bu masalani hozir u bir nutq so'zlash bilan yoki ticari dunyoga ogohlantirish bilan yoki bo'lmasa boshqa birlarini embargo qilish bilan hal qilib olgan bir masala emasligini barbara tunib yetyapti. Shu yerda bu siyosiy kashfiyotchilikqa butun dunyo jamoatchiligining ehtiyoji bor. Bu Jeffrey Nice'ning bu Uyghur Tribunal, Uyghur kollegiyasi mening ko'zda biz Amerika hukumatidan bunga pozitsiya tutmadik, chunki o hukumat aralashmaslik kerak bundan narsaga. Bo'lmasa o o'zininkilik mustaqillik nimasini yo'qotib qo'ydi. Betaraflik alaylik. Uning ifoda bildirimida siz ko'rdingiz, davlatlar ifoda bildirmadi. Chunki Xitoy hokimiyati aran turdi. Xitoy hokimiyati aran turdi, uningga fursat bermaslik kerak. Shuning uchun endi bu sot mahkamasi gerçi mustaqil bo'lsa-mu, siyosatchilarni siyosat tuzishga, qonunchilarni qonuniy tadbirlarni ko'rishga va bu qurbon bergan va shunday qurbon bo'layotgan shaxslarni birinchi qo'l dalil bilan dunyo jamoatchiligini ta'minlashga nihoyat cho'ng zo'r ahamiyat va mushtaq bir kollegiya. Haqiqatan bu sotda şahidlarninki, guvohchilarninki bergan misallari nihoyatmi bek yaxshi bo'ldi, hamda ta'siri bek yaxshi bo'ldi. Haqiqatan u yerda nihoyatmi echinishli bir ishning meydonga kelayotganligini, bu etnik qirg'inchilikninki balki yer yuzida dunyoda nihoyatda echinishli vahshiy bir shaklda davom qilayotganligini ko'rsatdi butun dunyoga. Ama bununki men nihoyat umidlandim. Siz başlayalım biz dep ketgandek bu dünyadaki devletlerinin hazır bu qirg'inchilik mı emasmi degan nuqtasida hamda bu sotninki nihoyat cho'ng ahamiyati bor ekanda, cho'qim agar bu sotda mush qirg'inchilik deb chiqsa, undan keyin boshqa davlatlarmi o'ziniki siyosatini, o'ziniki iqtisodiy politikasini bunun qarab turib nim qila oladi, bir taraf qila oladi. Shundaq-ku, ha? Elbette. Elbette bu nimede mençe en başta bu sot mahkemesining erişilen en çoğun neticesi dünya jamoatchiligini birinci qo'l uchurlarni ta'minlash, delillarni ta'minlash. Bu qonun chiqarish pek oson mohiyat jihatdan. Chunki jamiyatning, davlatning ehtiyoji bo'yicha qonunlar chiqarildi. Lekin u icra olmasa daftarda turadigan bir ahvollar shakllanib qoldi. Icra bo'lish uchun dalil lozim. Hozir bu ba'zi davlatlarninki shu so'g'oq pozitsiyada jilman turishining sababining birimi biz bilmadik, ko'rmadik deydi. Bu savol xato savol.
Mesela Hitler'in tarihini bildiğinler bunu asallar neyim kılalaydı. Aşı öldürüp bütün aşı kıyametini kıpılap kıldığında hemen azı pütürüp olğandan keyin dünya bilgen. Hitler adam öldüratqa vaqtida Daka olan Auschwitz'qa muxbirlarni taklif qilib, xalqaro jamoatni taklif qilib, mani ko'rgan, men mundaq o'tiryaptim, mundaq o'choq sevyaptim demagan. Jinoyatchi jinoyatchini qilib bulab, anandan keyin tutilgan chog'da ya e'tirof qildi, ya e'tirof qilmaydi. Jinoyat o'tkazayotgan chog'da kamerani beshi tutib o'tkazmaydi. Dunyo jamoatchiligi hozir shundaq bir hamoqat pozitsiyada. Texnik bilinmayapti. Bundan jiq olmaydiki. Hozir bu satellite shu texnologiyaningki kuzatish bilan shu atalmış Şinjan Uyghur Otonomiya rayonida 1200 dan ortiq qashda kampni ko'rib. Kamp. Bu bekchiq gap bu. Xitoyning o'zininki shu nemisda aqtashliq nemisida white paper deydi. Kitabı. 2015'ten tatip bugün kadar yılga 1.3 milyon adamını aşı kampda terbiyelegenliğine özüne aitlik mağrur paxırınıp ilan kıladı. Yılıda asli mening tushunchimda bu Xitoyning maqsadi bütün Sharq Turkiston xalqini aşı kampda bir qatam yashitib chiqarish plani bo'lgandek ko'rindi menga. Men hozir endi yiliga bu Xitoyning deyotgan gapiga qattiq diqqat qilish kerak. Bular o'zlari o'zininkini shu qilmishini, niyatini ifodalab turdi. So'zlar Xitoychi, men Xitoychi bilmay, Xitoychini ko'rin başlayman. Xitoychi texmi qo'rqinchli. İngilizce tercüme qilgandan keyin ba'zi ma'nosi yo'qolib ketadi, asliga deyishman. Bu aslida shu 2015dan beri yilga 1.3 milyon Uyg'urlarni kampga kirgizib chiqdik deb degini aslida bu nayti qo'rqinchli deb ijro qilayotgan plan bu, davom qilayotgan. Balkim dunyo jamoatchiligining shu tahdidi nima, dunyo jamoatchiligining besimidan, hozir davom qilayotgan bu iqtisodiy ziyondan, balkim bular buningki bu taktikasini o'zgartirayotgan bo'lishi mumkin deb ko'raman. Lekin abay boshda deyishdi-ku, bu maqsad shu Uyg'urlardagi natural resistance, tabiiy qarshi turish nemisini bu Uyg'ur xalqining, Sharq Turkiston xalqining shu Şinjan hokimiyatiga qarshi tabiiy bir ko'rsatayotgan bir nemisini shu programmalar orqali yo'qotish qilish yangi bo'lgan. Siz Xitoycha bilasiz, bu Xitoychada bir Zhuanghuan degan gap bak chiqishilyapti. English transformation deymiz uni. O'zgartish. Nimishqa o'zgartish? Nimadan nimaga o'zgartish? Bu o'zgartish degan so'zni Stalinning Gulagida ishlatgan. Bu o'zgartishni bu Shimoliy Koreyada Kim Jong Un qilyapti. Bu o'zgartish nima o'zgartish emas. Bu insonni o'zgartish emas. Bu insonni boshqadan bir boshqadan programming qilgandek, boshqadan engineering qilgandek bir masala. Biz hozir masalan eng oddiy misol keltirsak, shu hammadanni shu Zhuanghuan Zhongxinga akirib, shu o'zgartish maydonida bir qitim maydon 6 oy tursin, 8 oy tursin, ashlarning irodasini sundurdi. Hech bo'lmagan chog'da o'zini behuda his qildirdi dunyoda. Ondan keyin butun hayotda yashab kelgan o'zining hayot qimmatini bir axlat his qildirdi. Ayollarga tajovuz qilib chaqamamsa, nimishqisini qutqazmaydi deydi. Bir ömür qilib baxmagan ishlarni qildirdi cho'nglarimizga. Chiroylilar rasmlarni ko'ryaptimizku. Aşağıda shu o'zgartishninki shu ishlarning chiroyidan qanchalik bir kunda tayoq yegandan ig'ir ish bo'layotganligini his qila olasizlar. Ruhiy va jismoniy jihatdan ig'ir haqoratda u. Shu hozir mana shu sotning gipidan yana sotning gipi kelsak, bu guvohchilar, tadqiqotchilar, mutaxassislar deyotadi, u bu yerda deyotgan narsa siyosiy analizi bularniki. Shu Xitoy hokimiyatining siyosiy analizini tegi tahtini negizini bilmay turib, bularniki bu nima ish qilayotganini bilgan olmaydi. Nima ish qilayotganini bilmay turib, uningga tadbir qo'llana olmaydi. Shunga bu ekologiya shu Uyg'urlar bekilqi
izilip ketken boğaçqa bu hazırkı vaziyette ro'y jihatdan, jismoniy jihatdan, iqtisodiy jihatdan bek nimaga uchrab ketgachga nima ish qilishini bilolmay turayotgandek ahvol bor. Lekin hech bir xonimningki mening bolalarim mushtadi deb deymizini anglab, men jinimda kunda shuning ichida yashayotgan bir inson menda naiti ko'nglim buzildi masalan. Kunda anglayotgan. Bir anglab bakmagan bir nimani so'zladi. Mesela Türkiye'deki Abdurrahman'ınki balasını TV'de tonuvağını görüp men acayip adamın orunda olsam qandaq bo'latim degan his tuyg'udim bu. Bu ne bu ecnebiler ama medeniyet millet dünyasındaki milletler bunu his qila oladi. Bu ailege chiqilmaslik kerak deydigan bir mesele bir tushuncha var bunu. Bütün Uyg'urlarning ailesini vayron qilyapti. Şu anda nimaga kelsak bu yana cho'gilab kelsak bu yerda hech kimning berayotgan qurboni bedeli mushu sizning mushu suhbatlarni o'rlashtirib jamoatchilikning hammasi natija ko'rsatyapti. Bu yaman ig'ir bir vaziyatni 2 yilning oldidagi vaziyatlar hozirgi vaziyat dunyo vaziyati o'xshamaydi. 2 yil emas, o'tgan yili bahor oylaridan tortib hozirgacha bo'lgan oraliqdagi vaziyatnimi osmon zamin farqi bor masalan. Şu ameliy misollar orqali bu xalq abyamsiz deganga o'xshash dunyo xalqi u yerda nima ishlarning bo'layotganligini asta tushunyapti. Chunki aqligi kamaydi, bularning esiga kelmaydi. U yerda bo'layotgan undaq inson haqlari dafsandichiligining hech qanday aqliga kelmaydi. Hamda dunyo bu g'arb dunyosi undaq narsalarni esiga keltirib qo'ymaydi. Hamda shundaq bir uyga masalan Adem xalamasdan bir mehmonning kelishi, bir boshqa yot eziyotgan bir millatninki nimasi emas. Adem o'zining urug' chiqqanlarini ba'ziligi xolisi qabul qildi, xolisi qabul qilmaydigan bir dunyoda bu. Ammo uningga qaramasdan hozir erlarni kampga opirib, o uylarga erlarni o'rinlashtirishi yoki mayli qanday qilmasin bir hukumatning odamini bu yerga ishpiyonlik qilish uchun akirib qo'yishining o'zi hamda naytim ig'ir bir insan hakları karşı bir neside hamdi. Bu nimede bazı Uygurlar bek sabırsızlık bilen o kelimeni işletti, bu kelimeni işletti, onu demetidu, bunu demetidu. Mesela şu genocide demigen vaktidir mi? Cultural genocide de başlandı o, medeniyet kırgınçılık deb. Mesela kadem baskıçlı var. Bu genocide degan söz nayet ig'ir söz bu. Bu genocide degan so'zni bir hukumatlar ishlatgandan keyin abay degandek bir tadbir ko'rsash kerak. Lekin hamma shunday bir qadam baslaliqi yugurib maqsangiz chiqilib tushish mumkinchiligingiz cho'ngroq. Piya asta minib bir ish qilsangiz mukammal ish qilasiz. Bu bu ajnabiy bo'lib Amerika hukumatining xizmat nimasida nayet atrofli nima qildi. Chunki xatolik o'tkazish hammadan qochqin olmaydigan bir narsa. Xatolik o'tkazmaslik uchun bir nimalarni ko'rdi. Ondan keyin shu nimadimi u ismni qo'llandi, bu ismni qo'llandi deydigan yomon bu keraksiz bir narsalarga ko'ngil bo'lish bek ig'ir bizning Uyg'urlarda. Keraksiz narsalar tuttusin bo'lgan. Keraksiz desakmi bek hammasi narsa kerak emas, tuttusin bo'lgan, keyin so'zlasin bo'lgan narsalarda ko'ngil bo'lish nihoyat ig'ir. Masalan, shu nimada bu Uyg'ur qonunini men bularni deyishim hamma narsa muhimlik, buyum emas, keyin so'zlashim bo'lgan qadam bosqich olib berish kerak, prioritize qilib. Narsa qarab tizib berish kerak. Tizilish kerak. 2019 nimada 2018-19-yillari hozir o'tib ijro bo'layotgan Uyg'ur siyosat qonunining ismiga Xinjiang degan ism yozilgan ekanda, menga kelgan nusxasida. Xinjiang Uyg'ur Policy Act deb yozibdi. Shunga qarab bu qanday gap bu Uyg'urlarga qonun chiqaraman deb ismini Xinjiang qo'yyapsizlar u. Deb shunlar meni chaqirdi, o'tirib ustalda o'tirib so'zlashayotganda qo'limda qizil qalam bor, sizib o'zgartib berdim. O'zgartib shunlar u Chenchuangoning ismi boya kelganda uni o'chirib Xinjiangni men East Turkiston deb yozsam bu qanday gap o'zingga qaralatsam bu Chenchuangoning ismini qishig'i nima deb Sharq Turkiston deb yozmaydi. Demakchi bo'lganda uni Sharq Turkiston Kommunist partiyasining sekretar deb yozandik bunga deb menga kinoya qildi. Shunlar o'chirib uni nima qildik? Shunga bu so'z iboralardimi
bu Xitoy hokimiyatiningki qurilmasi, siyosatini so'zlagan chog'da shularning siyosati bo'lgandan keyin Shinjang hukumati, Shinjang Kommunist partiyasi deyish kerak buni. Lekin Uyg'ur manfaati Uyg'urlarning zimmidan kelib chiqqan chog'da uni Sharq Turkiston deyish kerak. Shunga mujda egizpas gaplar, mushu diqqatni boshqa yerga berish. Mening bu gapni deyishim Uyg'urlar insoniyat uchun qurbon beryapti. Buni unutmaslik kerak. Uyg'urlar hech qanday bir qurilma, iqtisodiy nemasi yo'q turib, asosi yo'q turib, dunyo siyosatini titirtyapti. Bu Uyg'urlar o'zining kimligini, o'zining nima ish qilayotganligini bilish kerak. Yo'qolan ushaq narsalarga ko'ngil bilgandan keyin zehni o'piraydi. Undan hech nima chiqmaydi. Hech nima chiqmaydi. Bu bir bu anımanda qilamiz, mana u bek oson o ishlar. Bu ishlar degan bek oson ishlar, lekin cho'ng narsada hozir men millat yo'qolayotgan bir vaziyatda shunchalik cho'ng bir siyosiy muhit shakllangan vaziyatda diqqatni so'zning g'olliq, ma'noliq so'zlarni qilish kerak. Chunki boshqalar millatga baho berib qo'ydi. Keraksiz narsalarni aplashgandan keyin, keraksiz gaplar, keraksiz ishlar zipini o'qiyotgandan keyin bu tayini yo'q ekan-ku bu degan narsa vaqtida buni zihni aman cho'ng bo'ladi. Shuningdek, gap mayaqni ketdi, shu guvohlik berish, yezish, shu namoyishlarni qilish, yig'inlarni o'rlashtirish, sizdek suhbatlarni o'rlashtirib bu fikr almashtirgan millat uyg'onadi. Hammasi bir paket bu. Bir siyosatchining so'zlab qo'yganlar ya bir tashkilotchilar bu ish hal bo'lmaydi. Tarafdan bu ishning natijasini bu ishni qilayotgan kishi o'zi bilmay qoladi. Bir yerlardan chiqadi bu narsa. Shunga birining natijani oqidan qo'g'lashmay, to'g'ri ishni davom qilsa, bir yerda natija chiqqan chog'da men falon vaqtda shuni tashabbus qildim deb ko'nglida bir huzur, minnatdorlik, qanoat his qilgan ahvol. Shunga mening tashabbusim bu hozir Uyg'urlar shu siyosiy faoliyat dunyosida boshqalar havas qiladigan bir millat. Buni unutmaslik kerak. Hong Kongliklar Uyg'urlarga havas qildi. Tibetliklar havas qildi Uyg'urlarga. Ben işinime başka dünyadaki Uygur, her günü karar çıkarttı. Oylap bakın Mahburet Hanım. Her günü digidek, her günü. Bir yerlerde Uygurlar kılanmaydan geplen hakkı bıraktı. Şuna... Hem bu meselesini her günü bir işlerini kıvatkan nurgun çetellikler mi köpüyüyordu? Çetellikler mi köpüyüyordu deyip karayım hemen. YouTuber'la mesela. Nurgun Xitayning nemisini Abdi Beşirsin deyli. Dünyayı tontuvatkanmı nurgun yaşlar bazır. İngiliz yoki boshqa millatniki. Yana bir jihatdan siz degandek Tibet meselesimi Uyg'urlarni hech tonimaydigan chog'da Dalay Lama bilan balki 50 yil burun dunyo tontilgandi. Hem Tibetler yoki Mongollar siz degandek Hong Kongliklar bu Xitoyni sotqa tortamidi. Biz Uyg'urlar shunday iqtisodiy biz aciz, siz degan o'xshash hozir endi dunyoga yordam qilolmaymiz moddiy jihatdan. Ammo tirishchanliklar, sizga o'xshash ziyolilarimiz, onundan keyin bu sohada nurg'un tirishchanliklarni qilayotgan tashkilotlarimiz bor, yo'lboshchilarimiz bor. Mushlarninki tirishchanligi natijasida bo'lyotdi bular. Shu nuqtada endi yetishgan odam kuchi degan bir boylik ekan. Odam yetishtirish kerak har sohada. Albatta bu shu nimaninki shu hozirgi shu zulmatlik vaziyat o'tirg'i chiqqandan keyin so'zlashib o'tish davom qilgandan keyin men bu selishtirma tushuncha bek insonni oson uyg'otdi. Shu Uyg'urlarning vaziyati mos keldigan men selishtirma vaziyatni yamanchiq tadqiq qildim. Tadqiq qilib shu ko'pincha vaqtida shu yahudlarninki hayot kechirmishiga bağlandida bu hozirgi vaziyat. Shu concentration camp, yig'ilish lagerdan tortib shu kechirmishlar, ondan keyin oxirida o'zini qutqizib, kuchli bir davlat bo'lgan avvalgi shu jarayonda yamanchiq tadqiq qilish jarayonida bir narsani his qildim, shu bir umidvor bo'lish, ikkinchidan zehni nufratmaslik, uchinchidan boshqalarninki o'zining ro'y dunyosini zaiflantirishga, endi hozir shu Xitoy hokimi desak, yo'l qo'ymaslikning o'zimi
naiti çoğun Türk olduğun bir nimikin. Abaya sizge bir Yahudi şu Camp Survivor'nın ki hayat geçirmişini anlattım. 90 yaşga yıkıldı şu ayol. E, Bunun bir gibi var. I refuse to be dehumanized deydi. Ne kanda saklıdan özan desem. Anadaki yana ço desem refuse to dehumanize mene insanlık kadri kıymetimni itiraf kılmaslıkka karşı gösterdim deydi. Onundaki yanı şu desem deydi ben şu ümitimni yok etmedim deydi. Ümitimni yok etmedim. Bu anlaşık bek adli gep. Siz ümit var o vaxtınızda özünüz kötürenk olursunuz. Ondan keyin yana ço desem ben başka yardım berişten nimkim deydi. Kanday yardım? Kichkinam yindi oturup aşu mahbuslarla paranlaşkandı mı? Paranlaşışının özü mü? Teşiğe aptapka çıkan çağdı, mandı oğanda. Bu dükün ötep gitti dep teselli verginin özü mü? Mena royu bağlı nime kıldı deydi. Siz bilirsiniz bu insanlar başkalarına yardım beriş, icabi göz qaraş bu royu sağlamlığına güçlendirilgan bir amil hesaplanıdı. Şu anda jığıp gelsek Uygur adli bir gepler bu. Körünüşke anlaşıqa biz meyilki erkin dünyada oturulup gep qatqandek anlaşı mümkün, lekin bu inkas degan mushundaq bo'ldi. Mushundaq so'zlar hozir ko'pincha dunyodagi men unda ko'z ichimda bizning Uyg'ur jamoatchilikdan bek berish kelishim qo'yiq emas. Shunga meningki jamoatchilik orasidagi vaziyatning bilimim biroz cheklik. Lekin bunda kuzatishga asoslanganda o'zini tashlab o'tish masalasi ham ig'irdek ko'rinyapti menga. Tashlab o'tmasi kerak. Ahug'andan keyin tashlab o'tgandan keyin shu sizni shu g'aflatlik dunyo girdog'iga ishtiqqan shaxs yoki inson qanoat his qilgan ahvol. Shuning uchun u o'zini tashlab o'tmasi kerak. Butun yana shu Yahudining gapi bo'ldi. Bu dunyoda tili yo'qolib ketib, yana boshqadan asli keltirgan millatlar ko'p emas. Masalan, Yahudi Hebrew tili bir yo'qolib orqadan qaytib keldi. Neçe ming yil yo'qolib hamda. Yo'qolgan bir til. Şuna ondan keyin bütün şu genocide olab devlet kurup dünyadaki küçük devlet oğa yanamışlar. Hazır şu medisina, teknolojiye, devlet müdafiye meselelerinde pek güçlük bular. Şu dünyadaki çoğun doğru şirketlerinin ikisi değil İsrail'inki. Şu teknik cihat, askeri cihatte bir yukarıgan millet. Noposu qarsanız bizden az. Muşundaq gap. Buni aldığım gün xalqaro diniy erkinlik yig'inida sobiq tashqi ishlar ministri Pompeo kelib nutq so'zladi. Nutqida Uyg'urlarla Yahudilarni selishtirdi. Genocide seni yo'qotmaydi. Genocide yo'qolib ketgandek his qilgan bilan sen yana qaytadan o'zingni keltira olasan asliga. Buning unutmas bir örnek var İsrail'e Yahudilar deb başladı. Uyg'urlarni birlashtirib başladı. Şuna qilayotgan ishinidan ümidsizlik his qilmay bu yerda bir nasihat xarakterlik suhbat bo'lib qoldi. Menda shu Uyg'ur xalqida jamoatchilik orasida ro'y tushishning ajoyib ig'irligini his qilyapman. Hatta siz abay degan maqolamdimi shu chet elda yashayotgan Uyg'urlarga Amerika hukumati Amerikadan boshlab shu counseling psixika jihatdagi davolg'ishga yordam beradigan programmalarni o'rlashtirishni tashabbus qildim masalan. Bu kasal odam kasalni e'tirof qilmaydi ko'p vaqtida men kasal emas deb turoldi. Lekin hozirgi vaziyatda bu oilasi, urug' tuqqanlari, balchaqlari, ota-onalari yo'qolib ketgan shunday bir ahvolda ko'rishamayotgan, xabarini olmayotgan, davom qilgan tahdid ostida bu ailesini qutqizaman degan shu Uyg'ur qarindoshlarimiz pek ro'yi tushgan ahvolni yo'qotish kerak. Yo'qotmasa ailesini qutqizolmaydi. O'zini qutqizolmagandan keyin ailesini qutqizolmaydi. Shuning uchun tavsiya shu ma gapning orasida bir muhim deb Uyg'urlar anglaydigan programma ochib deb qo'yishni zo'r ko'rdim. O'zini qat'iy tashlab o'tmaslik kerak. Mush hozir bo'layotgan vaziyatlar odatda kasblashgan bir usulda nurg'un million dollar bilan ilib berilib erishadigan natijalar. Lekin hozir Uyg'urlarning
Ahuzari Şərq Türkistan meselesi xalqara mesele olğaçqa dünya cəmiyyəti özünün mənfəəti, özününki qimmat göz qarşı bağlayan bir vəziyyətdə bolğan üçün muşundaq bir kollektiv inkas çıxıdığan bir vəziyyət turadi. Şu bu xoşalvarlıq nəsə avay degəndək nurgun davagerlər hemen Hong Kongluklarla çıx paranlaşma, müştebətliklər bilan beni qılğaşım şu münasibətli olğaçqa. Yaman həvəs qılıdı bizning şu Uyğur cəmiyyəti. Qanda qıldыңlar deb soraydigan. Bizning neçə milyon dollarlıq bir kəsbləşkən bir operation var deb oylaydigan müşnaq ahvalmı var. Siz bilirsiniz onda emas. Nurgun təşkilatlar var. Mesela siz biz təşkilat cəmiyyəti təşkilatını görürüz, bilimiz şundacıq təşkilatlar var. Ondan keyin o təşkilatlarnınki o maliyyə mənbəətimi, nimisimi asasımı güclü emas undaq. Başqalara oxşayır. Lekin vəziyyət şuna xoş olduğan nəsə icabi tərəf yaman çoğ. Mən şun köpünç vaxtda ammavi sorulda bulub Uyğurlarla söhbət proqramlarda köpünç vaxt icabi tərəfə nim qılmışıq ki, roy sağlamlıq olmuş gerek insanda. Doğru deyilsə. Hemen devamlıq deymiş, şöyle Adem'ninki royucusu etimi yügremeydi deydiğen bir atasözümüz var, makal temsilimiz var. Hakikaten ruhi düşkünlük, ümitsizlik degen yaşap, tirik vaxtında ölüşke razı oluş degen gep de hem de. Tirik durup ölüşke razı oluş degen gep. Ruhi düşkünlük hakikaten bek yaman. Bizde ruhi düşkünlük var. Ama nurgun tedbirlerini kollanıp biz şu zihnimizni, özümüzün psikologiyerimizni sağlam tutuşturuşumuz gerekendi. Her gün mesela nimege qarsak, internetke qarsak mı şunçilik çıdımayman, nayte çıdıgısız ahvallarga duş gelimiz bizning xalqimizningki eşedi duş kelayotgan ahvallary bütün hamimizni unutaymiz özümüzdeki şahsiy hayatımızda nima qilishimiz kerak deganlarni o'ylab ketamiz. Uyqusuz kechalar shunchalik uxlash hozir boshqalar qanday ekan deb tez to'xtaydi ko'zimizni yumsak. Mushu rahat o'rinlar yetyapmiz. Ama bizning xalqimizga bu fursat yo'q deb adam özüne günahkarda kesip ketadigan ahvallar bo'ldi ekan. Shunday bir eg'ir bir psixologik nimada yashayapmiz. Ama siz degan o'xshash buninglik bilan ham bel qo'yib etmaslik kerak. Ümidimizni her zaman tirik tutuşumuz gerek. Çokum Xudaymış qilib ajrimizni berdi degan bir ishonch bilan, bir inanch bilan yashashimiz kerak. To'g'ri. Siz deb o'tib ketdingiz Amerikadanki hozir her günü bir kanun çıkarıvatıdı. Her günü şundaq Uygurlar üçün nurgun işler kılınıvatıdı Amerika'da dep dediniz. Hakikaten Amerika Uygur etnik kırgınçılığı en baldır ve en güçlük inkas böldüğün başlamcı bir devlet. Amerika'nın muşi derece kelişi de Amerika'daki Uygur diasporasının mu bu sizge okşa siyadının ait mühim töpsü var dep qarayma. Bunu əməlgə aşırı üçün sizlər nimələrini qıldınlar? Dünyanın başqa nurgun devletlərdə yəni Uygurlar yaşayatımız. Muşular üçün bir sizlərinin təcrübələrini tonuştursanlar, texim yaxşı millətimiz üçün xizmət qılışıq payıdıq deyib qarayma. Bu belki yaxşı bir sual sordunuz. Bu bir forumlar bilan tushundirish tez. Yani bir yerde qandaq əməlgə aşdım, şundaq gəldi desəniz, mən bunu özümdən şəxsi göz qarşım boyunca abay bir sözünü başda təkidləb qoyuşunu unutub qapdım. Mən bugün bu söhbətə şəxsi səlahiyyətimlə qatnaşdım. Şu an mənə bütün gəpirməməsi şəxsi göz qarşım hesablandı. Endi mən bek kona 26 yıl oldu Amerikada yaşadığını. Hayatımın 20 tolusunu bir şeydə ötkəzdim. Da itqanda birisi izchillik. En başlıkisi. Toxtumay. Bir siyasi muhit var ya da siyasi hareket var ya da ixtilaf, bölünüş, qarşı-qarşılık buludu. Lekin bir yerde oxşamagan gruplar, oxşamagan təşkilatlar nim bolğandan izchillik davam qilgan bir vəziyyət var. Məsələn, bizning Uyg'urlarning bek talallığı var. İçide keşke soqaşqan bilan ecnebinin aldığı vaqanda bular Uyg'urlar bek yaxshi. Hiç o'xshash gapni qiladi. O'xshash gapni qiladi, o'xshash mudda bilan asos jihatdan. Niyat muhim.
nime Uyg'urlardagi bir özellik deb ko'raman, ichida so'qashqandan talaligi bek yaxshi. Shunga Amerikaliklarning nazarida Uyg'urlar bek aqlli, Uyg'urlar bizning jamiyatimiz to'p qo'shayotgan millat, Uyg'urlar chiroyli, Uyg'urlar kelishgan, ajna yomon bir go'zal imiji bor. Ajda deyishib ketadi. Sizlarmi shu aqlinglarmi shu taqturqinglarmi shu nimanglar deb bir yig'inlarni olsak, sizmi ko'rdingiz kongress binolarida chiroyli atlas ko'ylak kiygan kostyumli shunday chiroyli bir ko'rinish borda, qarasangiz hech qanday bir ezilgan millatning simasi chiqmaydi bu yerda. Uni ko'rgandan keyin haqiqatki bizga o'xshash mush haq degan bir hissiyatni bera oladi. Bu yurish turish bak muhimchi bu nimada. Chunki hammadan vakil xarakterlik Uyg'ur masalasida. Hammadanki yurgan, turgan, qilgan, etgandan hammasi vatan millatga vakolatlik qiladi. Shu bu jihatda mencha bir yaxshi bir muhit bor bu yerda deb ko'rdim, shu izchillik. Ikkinchisi Amerikadagi bu Uyg'urlarningki shu poytaxtda yashab qolgandan mencha bek cho'ng foydasi bo'ldi deb o'ylayman. Ko'p Uyg'urlarning mutlaq ko'p sonidagisi Amerikaning poytaxtida yashaydi, shu Washington atrofida. Bu to'xtama ip berayotgan bu namoyish yilda az deganda 5-6 qatim namoyish bo'ladi. Shu mening o'zimning ko'rganimda, masalan, men burun Uyg'ur Amerika Birlashmasining rais vaqtida yilda 4 qatim namoyish o'rlashtirdik. Hozirda yana 2-3 tashkilotlar bor, o'limi qilib turdi, boshqalarmi qildi. Shu poytaxtning atrofida g'urjda kelib kerak bo'lgan chog'da, masalan, Avstraliyada bir muncha Uyg'urlar bor, siz bilasiz, oilangiz, tuqqanlaringiz bor. Poytaxt Kamberada Uyg'urlar yashaydigan esa Adelaide, Sidneyda. Bir muncha vaqt ketadi yashab berish uchun. Bu yerda Uyg'urlarning yig'ilib kirib bir namoyish uchun yarim soat ketadi. Bu geographical location bek muhim. Endi keyin bu bir yerga yaqin bo'lganingiz uchun bizning mening sistemda siz kongressmen senatorlarning ofisiga kira olasiz masalan. Meni derdim bor deb. Appointment qilsangiz berish majburiyati bor. Zat adam bor sizlar ko'rishadigan. Bir parcha xat yozib ko'tarib borsangiz, oldingiz ko'tarib chiqib, xatni topshirib oladigan adam bor. Shun o'tganda kongress binosining atrofiga ham alqining bilan to'sib o'tgan chog'da siyan ko'tardi. Bu xalqning uyi degan gap nima bo'ldi? Biz qanday bunday yerda o'tib kirmaymiz dedi. Bunday bir muhit bor. Bu access, bu yerlik bo'lishning. Endi uchinchidan bu tashkilotlarning saposimi bek yaxshi endi Amerikada. Tashkilotlarning saposi yaxshi bo'lg'achqa, ishonchlik uchurlarni ola oladi. Shun bizda balans olsin deb, masalan, mendan so'rab kelsa, palanchilik bu Uyg'urlarga bir ko'rish qilmoqchi. Bunda balans olsun. Hammadamdan kirib ko'rasizlar deb men tashabbus qilaman. Bular bu hukumatmi yaxshi, tashkilotlarmi yaxshi bu jihat. Andan yana birisi bu Rabia xonim chiqqandan keyin 2005-yili turmadan bu Amerikadagi Uyg'ur vaziyatining siyosiy vaziyatininki necha baldaq biraqlam ko'tarilib ketishiga cho'ng ta'siri bo'ldi. Tonuldu. Çünkü bir marka buluş gerek bir siyasi harekette. Şu vaqtlarda ne varsınız, qayerda qarsınız, şu Rabia xonimni taqdim qildigan, hayotini anlatadigan, so'zlaydigan, u bek cho'ng bir nim bo'ldi endi. Balkim shuning oldini olish uchun bo'lsa-mu, Xitoylar Rabia xonimni xil vaqt turmadan qo'yib bermagan bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Ondan keyin yana shu siyosiy jihatdami yana bir bunchilik bo'lib ketishiga shu Guantanamodagi Uyg'urlar masalasimi balki yaxshi ta'sir ko'rsatdi deb o'ylayman shaxsan. Siz bilasiz, siyosiy harakatlar yiltizdan daraxtning uchiga chiqadigan ahvol bo'ladi, yuqoridan tuvanga tushadigan ahvol bo'ladi. Bottom up, top down deymiz buni. Masalan, nimalar tubatlar yer zamindan ustiga mangdi. Şu mekteplarda, koçularda, şehirlerde, şu asta bizning Uyg'ur meselesi. Bunda qarasangiz, endi shu o'tgan 10-15 yilda to'pidan vaqtida mujna kengayib ketdi-da, bu to'pidan kengayotdi. Endi bu to'pidan kengayishidimi, abay dastlab qadamni sizga ta'kidladim, bu 11-sentabr voqeasi. 11-sentabr voqeasi shundan keyingi siyosatda Uyg'ur meselesi, Sharq Turkiston meselesi devletning kun tartibidagi so'zlashadigan bir temaga aylanib qoldi. Chunki Xitoy Uyg'ur Amerika Uyg'urlarga
ko'ngil bilib pozitsiya tutganda Xitoy doim terrorizmni bana qilib, o so'zni qildirg'izmaydi. Bu so'zni qildiğim bo'lgandan keyin Amerikaliklar tadqiqot chiqaq, kashfiyot chiqaq. Bu ko'rib buni izlanadi. Bu nima ishdi deb. Shuning bilan bu hukumatning yuqori darajalik organlaridagi ma'murlar bu vaziyatdan aman xabardor bo'lib ketdi tabiiylan. Ondan keyin bu qonunchilar, sotchilar, advokatlar Uyg'ur masalasini shu Guantanamo ishi orqali bildi. Endi bu yerda bularning qabul qilinmagan shu vaqtdagi meselesining sababi kelsak, Amerika'nın sistemda sotçi, advokat, qarlıqçı ayrı oludu. Müstakil oludu. Uygurlarını soraqtatqanda, onların ki təqdirini belgiləyən çağda bu üçlisi hökumət tərəfindən teyinləndi. Bizim bu sistemə uyğun emas o. Sotçu mu Bush hökumətinin, qarlıqçı mu Bush hökumətinin, advokatın Bush hökumətinin. Şunlar bir yerdə şu kanunchilarning arasida Uyg'urlar adolatsizlik oldu degenden başqa Amerika qonuniga e'tirof qilmadi degan bir narsa. Shuningdek bu taraf-taraflar shundaq ham Uyg'urlarning ijtimoiy jihatdagi, aqliy jihatdagi tirishchanligi, izchilligi, undan keyin bu Rabi xonimning chiqib buni bir turmada yashagan va Xitoyda to'g'ri ish qilib Xitoyning dushmani bo'lib qolgan. Masalan, to'g'ri shu qonuni bo'yicha jamiyatda saxovat, xayriy saxovat tijoriy qilib, endi bu Amerikaliklar endiki bir ayol kishining bunday kun qilishini bular bu masala ig'ir ekan degan tushunishga yetkazdi. Tabii araliqda nurg'unchiq ishlar oldi, yig'ilib endi ham siyosiy muhit, ham rahbarlik o'rnida shunday bir mavjudiyat tashkilotlar, undan keyin Amerikadagi Uyg'urlarning sapasi, shu narsamiz yig'ilib hozir Uyg'urlardan nisbatlashtirsangiz 80% ecnebiyle Uygurlar için ko'ngil bo'layotgandek ko'rinayotgan bir muhit shakllanib qoldi. Yana bir narsani topdim, bir muhim narsani. Partiya tarafbozlik yo'q Amerikada. Bu Trump hukumati oxirlashgandan keyin biraz Trumpchilar chiqib ketdi. Lekin oldingi mezgilda qaysi partiya keldi ketdi, o'xshashlam shu rasmiy Uyg'ur masalasini, Sharq Turkiston masalasini partiya armaydigan masala deb ko'rsatib, mushda davom qilgan bir vaziyat hozir texim ko'rilyapti. Uyg'urlar uchun qonun chiqarish uchun Mahfurat xonim. Sizga bir misol deb bersam, balki bu texim nim qilsiz. 2019-yilning 5-da shu sobiq prezidentni impeach qilish uchun kongressda bir ovoz berildi. Shuningda ovoz berganda ikkisi qarama-qarshi pozitsiya turgan ikki kongressmen Uyg'ur masalasiga, Uyg'ur qonuniga ovoz berganda birlikda ovoz berdi. Birga o'tirib, o'xshash maydon tutib. 435 milletvekilining 406'sı Uyg'ur qonuniga ovoz berdi. Ana shunday bir shu o'rnakni men navasam shu Uyg'urlar tashabbus qilib kelgan vaqtdan beri. Yerlik siyosatga aralashmaslik kerak. Yerlik siyosatning partiyasining qurboni bo'lib ketmaslik kerak. Chunki su ketadi qash qoladi. Bu partiya u saylam o'tib ketgandan keyin hukumat boshqarishga kelgan narsa. Shu masalada mencha Amerika Uyg'urlari nihoyat yaxshi ifoda deb o'ylayman. Ha, bekto. Bizga tarafbozlik qilish yaxshi emas. Siz degan o'xshash bir partiya keladi, undan keyin ketadi, yana birisi keladi, ashta bo'lgandan keyin, ya'ni yomonilik tarafbozlik qilib ketish to'g'ri emas ekan. Ko'p rahmat aytdi, yaxshi tajribalarni deb berdingiz. Vaqtni birga berib qopdi. Ko'p rahmat. Şimdi ahırda endi yaşlarga deydigan sözünüz bormi? Bo'pmishi Uyg'urlar qonun jihatdan yetaklaşga va yordamga muhtoj, endi bu jihatdan siz mas'uliyatingizni ado qilib kelyapsiz. Yoshlarimizni qaysi jihatlardan tarbiyalansin deb qaraysiz? Men endi men shu yaqindan beri shu Amerikadagi muvaffaqiyatli ko'chmanlarning tarixiga bekerek e'tibor berib qarayapman. Chunki burunlardan da men advokat firmalarida shu Koreyaliklarni, Hindistonliklarni yamancha ko'ratdim. Muvaffaqiyatlik. Bek chiqma emas, batdamda xili ko'z ko'ringan shaxslarni. Budan da bu yangi prezident sahnaga chiqqandan keyin ma'lum prezident o'zi yerim Hindiston millatidan bo'lgan bir shaxs bo'lgani uchun yamancha ko'p Hindistonliklar
xizmatga tayinlandi. Endi o qarasam bu Hindistonlik bo'lib qolganlik uchun ham xizmat tayinlanganda ko'rinmaydi. Ularning qobiliyati mana shunday nima qildida. Hozir masalan shu Amerikan Adliya ministerida 3. darajalik Adliya ministerlik amaldori Hindiston kökenli bir advokat. Shundajik mujna xizmatlarga tayinlandi. Ondan keyin boshqa millatlardanmi jiq ko'radi. Endi hozirgacha bir masalan shu o'zim yashayotgan davlatni misol keltirsam, bu ijtimoiy fanda o'qiyotganlar bilan tabiiy fanlarda o'qiyotganlarning nisbatini silishtirsamlar mush masalaning javobi chiqadi. Mening unda maktab ishga kirgan farzandim yo'q. Lekin shu ota-onalarda men biraz masala ko'rdim. Masalan, bu ota-onalardagi masala bu yoshlarga o'tayotgandek. Ota-onalar xuddi hayotning osonini tanlab berayotgandek ko'rindi menga. İştigirek texnologiya yoki shu science jihatdan, tabiiy fandan, injenerlikdan unvon eplam xizmat qilib, yaxshi maosh yaxshi Amerikada. Hayot yaxshi. Tirishgan odamga istagan arzudagi hayot erishkin oldu bir yerde. Şu an bir yerde land of opportunity deydi, fursat dünyası deydi. Mesele o emez. Lekin, endeki yana bir silishtirsanız mu şu Yahudilarning içidimi? Bazılar qaqshaydi, Amerika Yahudining qo'lida, tabiiy ashdaq qo'lida dedi. Chunki bular odamlarni tarbiyalagan tursa. Qobiliyat oldu Amerika. Qobiliyat butun bankchilik, meditsina, advokatchilik, hukumat mushlarning qo'lida. Bu günahı emas, tirishib erishgan narsa. Ashdaq qo'lida. Chunki Amerika fursat dunyasi bu, land of opportunity. Yahudilarninki ailesida men shunda nima qildim? Bu ayollarning o'qishiga bek e'tibor beradi ekan. Ikki boladan birisi qiz, birisi o'g'il bo'lsa, butun mablag'ni ayolga soladi. Hozirgacha. Endi hozir qarasangiz, mushu millatlarning ichida mushundaq muvaffaqiyat qozonganlar to'lisi so'rasangiz, nima ish qilgan desa, eng xalqliq kasblarda o'qitgan bo'ldi. Bizning hozirgacha men mesela Amerikada tunji balkim dunyoda shundadir. Tunji shu qonun palash doktorlikqa uyg'onam. Bu bir ichinarlik ahvol. Hozir birmuncha bizning sonimizni, nopasimizni selishtirsak, u bir odam bo'lmasi kerakda, nurg'un odamlar bo'lishi kerak. Mesela hozir Amerikadagi 8000 Uyg'urning ichida hech bo'lmagan chog'da 100 advokat bo'lishi kerakda. İctimai fanda o'qitmaydi. İctimai fanda o'qib, tilshunoslik yoki bo'lmasa arxeolog bo'l demayapmiz hozir. İctimai fanda o'qitib, siyosatga, tijoratga, undan keyin qonunga ta'sir ko'rsatgan. Shu mening tavsiyalarim ko'proq o'zim advokat bo'lganim uchun demayapman. Mendan ba'zi so'raydi, sen tabiiy mening tarbiyalash, mening ma'rif tarbiyalash tursa. Tabii ki ben tişe çıkıp İngilizceni şunda ayak sözlerken istedi. Şunu olan can bakırgam tutsam ben. Şuna benim hizmetim şu tutsa. O eyran aslında eyran kalarlık mesele emez. O şu marif terbiyenin neticesi. O advokatlar akademik emez. Çünkü biz akademik hesaplanmayız. Çünkü tədqiqatla şoğullanmağın lekin. Lekin advokat doktor olan doktor ünvanı bo'lgandan keyin tarbiyalash asosi, yezish, so'zlashish, tahlil qilish, masalalar qilish narsa tarbiyalangandan keyin bu advokat bo'lgan odam, doktorlik o'qib bitigan odam hem ticari dünyada, hem siyasi dünyada, hem kanun dünyada hizmet qila oladi. Asas yetishkin uchun. Amerikada bu advokatlik praviz ilish persentiyeti 70%'dan azroq qilinjaq. Hammadan bunda advokat olanmaydi. Men demoqchi bo'lganim shu ijtimoiy fanlarda, masalan, Amerikada hozir 46 prezident bo'ldi. Yerimdan to'lisi advokat. Joe Biden advokat. Bill Clinton advokat, Obama advokat, Hillary Clinton advokat. Hozir Amerikaning muavin prezidenti Kamala Harris advokat. 46 prezidentdan yerimdan to'lsa. Men hozir shu yaqinqi zamonda advokat emasman deb aytsam, Bushning o'g'li Bush bilan kim advokat emasan? Shu Uyg'urlar bekrak bildigan Donald Trump. Çağalarımız advokat. Şoňalyky bu naýty disiplin, mesela Amerikada menden birisi menden çoň akıllarymız, erlerimiz soraydı balamydı. Advokat işte nimede okutanlar, law school'da okutanlar dep teşebbüs kıldı. Bir netçi ballar ba. Mesela bizim Erkin Asiya Radyosu'ndaki doktor nimesi direktörü Alım Seyitov mu advokat? Pravsu advokat, gerçek advokat mesela.
Bir neticesi var. Şomuş ictimai pellede, siyaset kesiplerinde. Political scientist yok bizde Uygur'da. Bu sözden, bu teaminin sahibi özünüz olmasanız başkalar siz gibi kitip verirdi onu. Özünüzden tarihini, özünüzden siyasetini özünüz yazışınız gerek. Özünüzden kanununu özünüz yazışınız gerek. Çünkü o menfaatiniz ne? Sizden başkadan o tehdit ne? Siz özünüzden başkadan bilmeydi onu. Başkadan bir his kıla alış mümkün, sizdek bilmeydi. Şunun için uzun gapning yığınçaqlasak, tabii bizden nurgun scientistlar çıkış gerek, injenerlar çıkış gerek. Vaqti kelganda davlat qurgan chog'da injenerlarni, scientistlarni boshqa davlatlardan ko'chman qilib ekib yo'tkab kelish mumkin, lekin siyosatchini yo'tkab kelgan olmaydi. Shunga siyosatlarda, qonuniy kasblarda, ijtimoiy kasblarda davlat siyosatiga ta'sir ko'rsatadigan siyosat kasblardan qilish kerak. Andan keyin eng muhimi o'zini kuchlantirish kerak. Masalan, ishonsangiz, men har kun o'rganish qilaman. Nima o'rganasiz? Men har kun ingliz o'rganishim mumkin bu. Her gün okuyma. Okuş gerek. O yüzeyki okumaslık gerek. Winston Churchill'ın bir gibi var, siz bilirsiniz belki. Şu yaş ösmürler doğru, terbiyeleş doğrusu bir sual sorulgan çağda qandaq bilimni ilish, qandaq kitobni o'qish yaşangan insan doğru ekanga o'xshash narsa deydi. Shu bilimni to'g'risini ilish kerak, materialni to'g'risini ko'rish kerak. Shuning uchun ijtimoiy panjiqroq o'qiylik, ko'proq o'zimizni kuchlantiraylik, diqqatimizni kerakli masalaga markazlashtiraylik. Ikkinchi, uchinchi sabtiki masalalarni, keyin qiladigan masalalarni keyin qilsin bo'ladi. Shunga mening taklifim siyosatchi ko'proq chiqishini arzu qilaman Uyg'urlarda. Ko'p rahmat. Haqiqatan siyaset, qonun, iqtisod mush sohalarda ko'proq yetişip çıkış gerek. Biz yaşayotgan devleti qarasaqmı, hakikaten o siyasetçilerin köpüncüsü şu ictimai fen sahasida yetişip çıkarlar. Bir sual bada qıvatqandı, qarab bakay. Ha, bu vatanimizin ismi Şinjan mı, yoki Şarkı Türkistanlık mı degan meseleni yezipdi. Sizninki Şinjan'ı kullanganınızga qarata. Ama bunu siz abiyamla aytib tushundirib o'tib ketdingiz. Ben ona qısqalam deb bereyim. Bu Xitoy hökumətinin əməldarları, orqanlarından ismi chiqqanda Şinjan deb ishiltimiz biz odatda. Uyg'urlarga munosabatlik, Uyg'urlarning tarixi, Uyg'urlarning jamiyati, istakları, arzu armanları, ailem bu başqa narsalarni bizda Sharq Turkiston deb ishiltimiz. Lekin o o'rimchilik hökumətini Sharq Turkiston hökuməti deb bo'lmaydi. O Şinjan hökuməti o. Doğru. Cevabım şu, eğer o qanoatlanış başka mesele, endi o işning to'g'risimi deb ko'raman. Shunday atilish kerak. Ko'p rahmat. Qadrli ko'rmanlar, bugun biz advokat Nuri Turkal efendim bilan qisqacha uning hayoti, uningki Uyg'urlar duch kelayotgan masalalarga tutgan pozitsiyasi va tirishchanligi ustida nuqtaliq to'xtaldik. Navbatda Uyg'ur xalqi uchrayotgan qirg'inchilik va chekini oshgan zulmga dünyanın Bopma Amerika hükümetinin tutuvatkan pozisiyası hakkında mı sözleştik. Erkinlikni ve insanga layık yaşaşını en baldır bizning talep kılışımız gerek. Biz bek arzu kılışımız gerek. Uygur boluş süpütümüz bilen. Onundan keyin bu yolda boşlaşmay tırışanlık görüşümüz gerek. Nuri efendimin ait yaxşı bunu izahlap ötüp gitti. Her qaysi joylardagi ve diasporadagi Uyg'urlarning Nuri Turkal efendimdek ülgülerimiz ve tirishchanlik ko'rsatayotgan boshqa ziyolilarimizninki texmi ko'p tirishchanlik ko'rsatishini umid qilaman. Yana bir narsani unutib qolibdimiz. Bugun ayem, yolg'on ayem kuni. Ertirib o'rganlik Qurban Hayit bayramini kutib olamiz, Xudoyim buyursa. Hammanglarninki ayıminglarni ve heyitinglarni aldın tebrikleyme. Xudoyim haqiqiy heyit xo'shalligini nasib qilg'ay bizga. Sizlarga salomatlik tilayman. Allohga omonat bo'linglar. Xayr xo'sh. Programni oxirlashtiramiz. Rahmat. Sizga ko'p rahmat. Xudoyimga omonat. Xudoga omonat.